Assalomu alaykum Uyg'ur Aptiliga ko'rurmanlari programmamizga xush keldinglar. Mehmet To'xtatov efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Rahmet. Men ma programni boshlashdan burun bir necha bir xalqni samiga ko'rurmanlarimizga samiga sep qo'ydigan bir necha narsalar bor shu davolayman. Hı, devam et. Endi ma programma shu men qatnashgandan yoq 6 bir ay, bir yer, hatto 2 ay bo'lib qolay dedi-ku deyman. 2 ay bo'lib qolay Hı, degandan yoqqa bu programmaning qatnashish jarayonida o'zim xalqaro munosabat kasbida o'qigandan keyin ham o'zim takomillashtirish nima qildim. Ani keyin undan belak ma programmaning bir yaxshi tarafi qanday desa biz masalan boshqa haftalik xabarlarga o'xshash nuqul xabar emas, balki oz-ozdan buning tushuncha berib turib, buning tarixiy nimasi, anikini kelajakdagi narsalarni nima qilgan ekan. Buning nisbatan dunyoning siyosati nega ketib bordi. Buning qarta tegimi yaxshi nim qila oladigan bo'ldim deymiz, tushuna oladigan bo'ldim. Masalan, bir hozir oldingi hafta nima bo'ldi, nima deyildi, ma hafta nima bo'ldi. Masalan, bir-birsiga bog'lash jarayoni nihoyat bir foydali bo'ldi-chu hamda. Men mushu izchil ko'rayotgan ko'rurmanlarning buningdan foydalanayotganligini umid qilaman hamda foydalanadi deb o'ylayman. Mencha buni uzildirmay ko'rib bersanglar, bu xalqaro siyosatga nisbatan teg'inbek tushunchalar yaxshi bo'ladi deb o'ylayman hamda. Buning ta'kidlaydigan mushu. Yana birsiga hamda buningga buni gizliq minnat qildi deb tushunolmanglar. Nima Mehmet To'xtatov efendim nima qilyapti hozir? Masalan, buningga bizning bir maaş ta'minotimiz yo'q. Lekin biz buningga obdan ravurs tayyorlik qilyapmiz-chu. Nima masalan bir dal narsani ochiqlab tushuntirish uchun bir nechta tal maqola o'qiydi masalan. Mushunga kirish uchun 1,5 kundan 2 kungacha tayyorlik qilgan gap. Men masalan mushuni riyosatchilik qilish uchun oz deganda 1,5 kun tayyorlik qilsam bo'lmaydi. Shu hamda bizning bir buningdan bir qo'limizga nim qildigan bir kirim bo'lmaydi. Ammo sizlarniki madatinglar, bizning izchil ko'rib berishinglar masalan oldingi haftadagi programmaning 2000 qatim ko'rilishi bizni nihoyat suyundirdi, shu hamda. hı, Andan uningga aktiv inkaslarni yozishinglar, o'zinglarning tushunchalarini qo'yishinglar, andan keyin buningga like besishinglar, ya'ni xo'p belgisini besib qo'yishinglar bizni nihoyat suyundirdi, bizga bo'lgan bir energiya berdi, shu. Endi mushuni qilib qo'yishinglarni tovanchilik bilan so'rayman. Endi keyin yaqin yo'riqlaringlarga, masalan, foydasini ko'rayotgan bo'lsanglar, tanishlaringlarga avatib qo'ysanglar, bundan foydalanib qolsa, bizmi shu buning ko'rilish soni, tushgan like soni qarta o'zimizdan bir noduqimiz chiqsa deb o'ylayman. Kanalga Menimcha a'zo, kanalga Э, a'zo bo'lishni unutmasin. kanalga a'zo bo'lishni unutib qolmanglar. Yana bir oygacha bir ming bo'lib ketsa a'zoyimiz degan He, umidda hamda shuni qarab tirishib ketib boramiz. Şu, Hamda sen, sen degandek bizdeki başka iqtisodiy yoki boshqa bir tamoyilimiz yo'q, faqat ko'proq kishi ko'rsa, ko'proq kishi yoqdi olsa, ko'proq kishi a'zo bo'lsa, biz bundan ilhom olamizda. Chunki to'g'ri, ketgan andan keyin sarf qilgan zehnimizni tegishlikkan, arziydikan deb qaraymiz. bu hamda bizning xalqni bir oydinlatish, taraqqiy qildirish maqsadida qilayotgan bo'lgandan keyin hamda sizlarninki aktiv bizga bergan madadlaringlar bizga nihoyat yuqori energiya beradi hamda. Unda bo'lsa programmamizni boshlab ketsak. Hamda mushu nima 4 sentyabrdan 6 sentyabrgacha nima deyman. O'sha ichida nima bo'ldi? Bu Jungo Afrika hamkorlik munbiri yig'ini bo'ldi Bejingda. Hamda Afrikani nima qilsak, hamda siyosiy mushu 1-200 yillik siyosiy tariximizni qaraydigan bo'lsak, Afrikadan hech qutulolmaymiz-chu. Chunki masalan Afrika masalan bu yaqinqi 200 yilda masalan nimaning masalan Yevropaniki ekspluatatsiyaga uchragan. Keyin hatto Yevropaniki kuchlanishiga birdan bir sabab bo'lganda, hamda ashlarni sömürib, ashlarni ekspluatatsiya qilish orqali o'zini hozirgi kuchli konimiga kelgan. Hozirgi nimaga. Hamda bu yerda hozirgacha nurg'un Afrika davlatlarida ba'zi davlat tili shaklida fransuzcha yoki nima inglizcha degandek nima ishlatib kelyotdi hamda. Hozirgacha ta'siri yo'qligini yo'q. Hamda bu yerda hamda yaqinqi
20-30 yılның yaqı mesela Xitoyningki bu Afrikaga bo'lgan nimasi bu yerga qilgan yatırımları yoki mablag' Meblağ selishi mablag' selishi qilyapti hamda bularniki birdan bir farqi nima deymiz hamda bular ayni vaqtda mallarni faqat nuqul holda sumurgan bo'lsa ekspluatatsiya qilgan bo'lsa Xitoyniki hamda yumshoq kuch bilan bularniki masalan maktab sep berish til kursini qilish degandek jihatlardan asli maqsad mudda o'xshash ammo farqli bir shaklda qilayotgan bo'lyotdi bu yerda Xitoyniki bu yerdagi nima jihatdan geopolitik jihatdan bu bir nimada emas masalan bir Osiyoda emas bu boshqa bir qit'ada ammo boshqa bir qit'ada bo'lsa-mu buningki Xitoyga olib keladigan foydalar qandoq masalan buning bu yerda qandoq nimalar fikrlar yurgizildi qandoq bo'ldi buningki taraqqiyotlar qandoq bo'lishi mumkin buning qarta bir tushuncha beramiz. Bo'ldi. Aldı bilan gapni mushu 4-slardan 6-slargacha Beijingda o'tkazilgan Xitoy Afrika boshliqlar munbiridan boshlaylik. Bu munbir 2018-yili ochilgan eng oxirgi qatim 6 yildan keyin yana bir qatim ochildi. Bu munbirning yo'lga qo'yilishi 2000-yili. Ya'ni 21-asrning beshida 20-asrning tunji yilida Xitoy Afrikadagi nurg'un davlatlarni Beijingga taklif qilib, u yerda bu munbarni ta'sis qilgan. Xo'sh. Endi bu munbarningki asosliq taraqqiyoti yoki Afrikadagi bu davlatlarningki Beijingga bundaq keyindan so'kildab berishlaridagi asosliq sabab 2006-yili Xitoy Afrika taraqqiyot fondini qurdi. Mushu munbarningki ostida-chu. Endi bu fondi jamiyat Afrikadagi har qaysi davlatlarga pul taqtidi. Bularningki ol aslahalariga, ondan keyin boshqa har sohalarga, hatto hukumatlarningki jinni baqolmay qolgan hukumatlarningki jon beqishiga yordam qiladigan mablag'larni berdi. Shuning uchun xuddi endi namratlar tuvan turmush puli elish uchun nimalarga jamiyatlarga yoki xalq ishlar idorasiga yugurgandek Afrikadagi davlatlarmi hamda Xitoydan davlat yardım olish uchun Beijingga qatnayapti. Endi Xitoyningki bu xil yordam berish shakli bilan G'arbningki 100 yil burungi mustamlikachilik shakliningki farqi bayam sen degandek G'arbliklar harbiy kuch bilan bu yerlarni mustamlika qilgan va ekspluatatsiya qilgan. Ama Xitoy bo'lsa iqtisodiy kuch bilan bu yerga mablag' solib, bu yerda kontrolligini qo'lga ilyapti. Buni hozirgi zamonda yangi mustamlikachilik deb ataymiz. Shunday atayotganlar Xitoyningki hozirgi Afrikadagi mavjudligini va kun sari eshiyotgan ta'sirini yangi mustamlikachilik yoki mustamlikachilikdan keyingi mustamlikachilik deb atayotdi hozir xalqarada. Hamda Afrikadagi davlatlarning asosliq bu munbardan yoki Xitoydan talab qildig'ini ikki narsa: qarz va mablag'. Xitoydan qarz oladi, Xitoyningki mablag'ini talab qiladi. Hamda Afrikadagi davlatlarga nisbatan bu bir fursat. Chunki Amerika bilan Xitoy yer sharida raqobatlashyapti. Bu raqobatdan bu davlatlar foydalanyapti. Kim pulni jiq bersa, kim shartsiz bersa, kim o'simsiz bersa yoki o'simni oz bersa, oz o'simlik qarz bersa, shulardan qarz oladigan gap, shularning foydasini ko'radigan gap. Ya'ni ayirmay yeydigan bo'lib ketdi degan shekilli. Ha, endi G'arbningki u 200 yil, 100 yil burungi mustamlikachilikni chiqarib olsak, yaqinqi zamonlardagi G'arbningki yordami shartsiz bo'lmaydi. G'arb davlatlari har qanday bir uchinchi davlatga yordam qilsa, mayli Amerika, mayli Yevropa, bular demokratiya, kishilik huquq degandek universal qimmat qarashlarni shart qiladi. Agar unda qilmasa, davlat ichidami ularga besim keldi, sen nima deb mustabidlarga yoki zolimlarga yordam bersa debchi. Shunga G'arb davlatlarining yordamining tikini bor.
Ama Xitayning yardıminingki bundaq tikini yo'q. Bular yordamni beradi, qarzni beradi. Orqadan qarzni to'layanmay qolsa, undaq bo'lsa, bu qarzning o'rniga kuma bersangmi mayli, tumur bersangmi mayli masalanchu. Hech bo'lmasa BDT'da Uyg'urlar masalasida meni qo'llab bersang bo'ldi, men qarzni ko'tarib masalanchu. Xo'sh. Yoki bo'lmaydi, Sharq Turkistonga berib, bu yer yaxshika, Uyg'urlar qilayotgan irqiy qirg'inchilik yo'qka deb bersang, buni ko'tarib masalan. Degan shaklda iqtisodiy ziyonni siyosiy manfaatga aylantirishni xohlaydi-chu Xitoy. Ham buning ehtiyoji bor. Shuning uchun hamda bu Afrika davlatlari Xitoydan qarz olishga amroq, bu xil qarz hamda bora-bora qarz qiltiqiga aylanyotidi. Nurg'un mutaxassislar Afrika davlatlarini Xitoyningki qarz qiltiqiga tushib qilishdan ogohlantiryotidi. Bu albatta Afrikadami tamamen alqishlangan bir ahvol emas. Afrikadagi o'qituvchi kuchlar yoki Afrikadagi muhit asrash tarafdorlari, kishilik huquq tarafdorlari Xitoyningki bu mablag'ini silish orqali yerlikdagi diktatorlikni kuchaytirayotganligi, muhitni bulg'ayotganligi qatorliq omillardan shikoyat qilib kelyotidi. Shunga ba'zida Xitoy shirkatlariga, Xitoy ishchilariga qarshi hujum qilish voqealarini pat-pat ko'ryapmiz yaqinqi yillardan buyon. Ammo shundoq bo'lishiga qaramay, Afrika davlatlari yana Xitoyningki qarz patqiga ketib qoldi. Oddiy bir misol olsak, yolg'iz bir Keniyaningki hozirgi Xitoyga bo'lgan qarzi 8 milliard. Kichkina bir davlat Xitoyga 8 milliard qarzga kirgan. Hamda Xitoyning Afrika bilan bo'lgan savdo hajmi nihoyatda cho'ng hozir. Xitoy Afrikaga to'xtamay mablag' solyotidi. Afrikaningki asosligi kan boyliqlari, yer osti boyliqlarini Xitoy elishni, setib olishni xohlaydi va buning badaliga Afrikaga Xitoydagi 5-chi emgak kuchlarni chiqaradi. Ondan keyin 5-chi mahsulotlar, masalan, temir yo'l, qurilish qatorliq sohalarda Xitoyda g'oyat zo'r 5-chi mahsulot bor. Bu mahsulotlarni Xitoy bir belvoq bir yo'l ramkasi ichida Afrikaga chiqaradi. Va shu yerdan yana buni pulga aylantirib, yana Xitoyga qaytaradi. Bu shaklda ham o'zininki shirkatlariga ish topadi, ham Afrikada o'zininki sherikligini kuchaytirdi. Yana bir strategiyalik foydasi degandek xalqaro raqobatda, Amerika bilan bo'lgan raqobatda ustunlikni egallaydi. Chunki Afrikadagi ma'lum bir davlatni biz kichik ko'rishimiz mumkin, yaratmasligimiz mumkin, ammo ular xalqaro sahnada yana bir davlat. Uning BDT'da ovozi bir ovoz. Bu yilning oldingi yarmida, men egilagan xabarga qaraganda, bu yilning oldingi yarmida Afrika bilan Xitoyning savdo hajmi 167 milliard 800 million bo'pti. Ya'ni buni biz butun bir yilga solishtirsak 300 milliard atrofida savdo bor degan gap. Yarim yildan 167 milliard bo'lgan yerda. Bu Afrikaga nisbatan ham da g'oyat zo'r bir sonda. Bu nimami yoki bir-birisi bilan ilm berimdagi savdoning nimasimi yoki bir-birisi bilan ilm berimdagi. Ha, nuqul oldi bir tarafdan emas, shundaqmi? Yo'q. Bu Xitoy savdo ministrligi e'lon qilgan uchur ekan. Tamam. Shunga endi bu qatimki Beijingdagi bu yig'ilishmi yana Xitoydan shu ko'proq qarz olish, ko'proq mablag' olish uchun Afrika davlatlarining umidi bilan elib berilgan. Xitoyning bo'lsa Afrikadagi mavjudlikni texnik kuchaytirish, yer sharidagi raqobat kuchini oshirishni elib berilgan bir diplomatik yig'ilish. Xitoy tarafining deyishicha bu Covid Xitoy virusidan keyingi eng cho'ng diplomatik yig'ilish hisoblandi ekan. Ya'ni eng cho'ng hajmdagi bir yig'ilish ekan. Demak, endi bu Xitoyningki yana Afrikaga ahamiyat berayotganligini, yer shari raqobatida Afrikani bir peshan qilib qo'llanayotganligini ko'rsatadi. Bundaq bo'lishda Afrika g'arb davlatlari uchun strategiyalik o'rnini yo'qotgan bo'lg'achqa,
mustamlakachilik tugab bular mustaqillik erishgandan keyin bu rayonlardan yetarlik manfaat chiqmag'achqa g'arb davlatlari bularni tashlab etdi. 21. asrning boshlarida. Xitoy bu bo'shliqdan foydalanib, g'arb bilan bevosita to'qnashmaydigan yerlarda o'zining mavjudligini tiklashga urindi. Bulardan biri Afrika cho'ng quruqligi, balkim eng cho'ng Afrika cho'ng quruqligi. Undan qarasa Latin Amerikasidagi ba'zi davlatlar bor, O'rta Osiyo bor. Endi O'rta Sharq Amerikaniki siyosatininki tashqi siyosatining negizi bo'lg'achqa bu yerlarda jiq mavjudligini ko'rsatmagan. Yaqinqi yillarda biraz kuchayotdi. Ammo 20. asrning oxiri, 21. asrning boshlarida Xitoy eng ko'p untinsiz mablag' sog'an va o'zini kuchaytgan rayon Afrika. Endi buni shunchaki to'xtalamdiq yoki vaqtmi? Chunki buni savolimi bugun jiq 10 ga qadar bir savol tayyorlagan bo'lgan ekan. Shunchaki 15 minutni qildik. Endi ikkinchi bir keyingi bir savolga o'tsak, Putinninki 3-sentabr seshanba kuni yig'ini, aniqani xalqaro sudninki buniki tutish buyruq chiqarilgan, bilasiz, 2023-yil 17-martda chiqqan. Bir yil ish qoldi, bir yildek bo'lib qoldi. Sen Putinning Mongoliya ziyoratindaysan-ku? Ha, Mongoliya ziyarati. Aniqaydan bu nima? O'tgan oyda 8-oyda deyman. 8-oyda bu duyin serib ketib berib, nimaninki ya'ni normal xalqninki Mongoliyaga tashqi Mongoliya, ya'ni Mongoliyaga bir xil tahdid aralash bir narsalarni chiqarganligini ko'rgandim. Sen masalan Jungo bilan Rossiya o'ttirishga, ya'ni ikki kommunist davlat o'ttirishidagi bir davlat turib qandaq qilsa Amerika bilan ko'risha olsa, nimaning yurtini yavaldan degandek shakldagi yorumlarni ko'rdim-ku, yoki inkaslarni. Aniqaydan 8-oyning boshlarida Antony Blinken bir necha davlatni aylanib kelgandan keyin nim bilan Mongoliyaga borgandi. Endi may, ya'ni bir oy o'tgandan keyin Putin bu yerda ziyorat ketib bo'ldi. Yani normalda har yil 9-oyning 2-kuni Yaponga bo'lgan g'albini tabriklash uchun bordi ekan bu har 5 yilda bir qator Mongoliyani ziyorat qilgan bo'ldi. Endi bu oldingi oydagi Antony Blinkenninki ko'rishishi bilan bu Putinning ko'rishishiniki bir aloqasi bormi? Aniqaydan bu yerdagi bu Osiyodagi Mongoliyaninki masalan ikkili davlatga chegirg'u deyman. Nima? Rossiya. Xitoy Rossiya hamda bizning vatan mustaqil bo'lmagandan keyin ikki davlatga ham chegara o'ttirdi, hamda boshqa bir chiqish yo'limi yo'q. Hamda buningki nima deymiz, siyosiy jo'grafiyalik bir muhimligi qanchalik? Aniqani Xitoy Rossiyaga olib ketilgan tahdidi yoki Amerikaga yoki G'arbga bo'lgan buningki bular bilan hamkorlashishning foydasi degandek. Qanchalik aniqani Rossiya bilan nima yaqinda bir necha turlik nima to'xtam imzolaganligi, masalan 1000 kilometrlik gaz turbisiniki nim qilishi degandek boshqa bir necha jihatdan daryolarning qo'g'dilishi jihatdan hamkorlik o'rnatganligini deb o'tibdi hamda. Shuni chiqish qilgan asosda bir tushuncha beramiz. Oldi bilan endi gapni biroq tarixga qaytsak, Mongoliya Sovet ittifoqi qurib chiqqan bir davlat. To'g'ri. Bunda Xitoy Kompartiyasi boshchiligidagi Xitoy Xalq Jumhuriyati qandaq Ruslar qurib chiqqan davlat bo'lsa, Mongoliyami Ruslar qurib chiqqan bir davlat. Shuning uchun hamda Ruslar bilan Mongoliyaning munosabatini ba'zi bir zerikchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin arada, ammo buni cho'nqur tarixiy bir munosabat deshga bo'ldi. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin 91-yili Rossiya bilan Mongoliyaning munosabati izchil yaxshi bo'lib keldi. Endi Mongoliya Sovet parchalangandan keyin o'zining xalqaro munosabatda bo'shliqqa erishish, harakat bo'shliqiga erishish, birovninki ko'z qishiga qarab qolmaslik uchun tashqi siyosatda ko'p manbachilikni yo'lga qo'ydi. Hem Xitoy bilan hem Rossiya bilan munosabatni yaxshilash orqali ikki cho'ng kuch o'rtasida tamponlashtirish rolini o'ynasa,
Bunun içine Amerika, Avrupa, Japonya, Hindistan katarlık devletlerini mi sokuş arkalık texmi köp faaliyet yaratışga urundu. Demokratiyani yol koygandan bu yan Mongoliya Garip devletlerininki izchil qo'llashga girishib keldi ve ikki diktator mustabid devletning o'rtasidagi kichik bir demokratiya arılı deb ta'riflanib keldi. Shunga Avrupa, Amerika Mongoliyaga ahamiyat berdi. Ammo Mongoliya o'zininki geopolitikalik o'rni sababidan Amerika'nın Avrupa'nınki kaş gözüge qaraplam Xitoyga ve Rossiyaga sal qarşı bo'lmaydi. Yükü kopulmaydı. Çünkü ular Jiroqda. Bizde bir gap borgun, Jiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni yaxshi deb. Hoş. Shunga yanalam qo'shnilar bilan bo'lgan munosabatni yaxshi qilish kerak. Buning oddiy bir misoli Ukraina. Ukraina Amerika Yevropaga ziyade işinip ketganligi uchun Rossiya bilan bo'lgan munosabatini buzib etdi. Oxirida Amerika Yevropa Ukrainani yetarlik qo'llab bo'lolmay hozir davlat urush holatiga kirib qoldida. Shunga qo'shnilar bilan yaxshi o'tish bak muhim. Shunga Mongoliyaninki qilayotgani dal mushu. Chunki Mongoliya geopolitikalik, strategik, siyosiy jihatdan aytmagandimi, yiqilg'u jihatdan Rossiyaga muhtoj bir davlat. Mablag' jihatdan Xitoyga muhtoj bir davlat. Xitoyning mablag'i bo'lmasa taraqqiy qilmaydi. Rossiyaning yiqilg'usi bo'lmasa, u yerdan gaz, tok, bo'libmi tok oila kirmaydi, chiroq yonmaydi. Shuning uchun bu davlatlar o'rtasidagi munosabatni yaxshi tutishga majbur. Endi bu qatim Rossiya prezidenti Putinninki Mongoliya ziyoratiga kelsak, 3-sentabr seshanba kuni bir kun. Atdiganda ba'di kechdi qaytdi. Bir kun berib ziyorat qilib keldi. Bu yerda deyilgan gaplar bak muhim emas menimcha. Chunki Xitoy Rossiyadan Xitoyga boradigan gaz yo'li Mongoliyadan o'tadi. Bu to'g'riliq gaplar bo'ldi. Undan boshqa daryoninki suvlari, Turkiston suv qurish degandek narsalar. Bular bak muhim emas. Menimcha bu bir ko'zitish xarakterlik yoki o'zini ko'zitish demdoq. O'zini ko'zitish tipidagi bir ziyorat deb qarayman buni. Putinning yaqinqi ziyoratlarining hammasida shu xil alaydilik bor. Qaraydigan bo'lsak, oldi bilan Putin Xitoyga bordi. Undan keyin Shimoliy Koreyaga bordi. U yerdan Vyetnamga bordi. U yerdan Hindistonga bordimi? Tazi isim yo'q. Yo'q, Hindiston bilan nima bilan ko'rishdi. Nimada qo'l elishib ko'rishib, andan keyin Modi Moskvaga keldi-da, ondan burun Putin Hindistonga bordi deyman. Ondan keyin Ozarbayjonga keldi, shundaq-ku. Xo'sh. Ozarbayjonga keldi. Demak, G'arbninki Rossiyaga bergan embargosi va Rossiyaga bergan jazosini tish o'tgan bo'ldi. Yoki shuningga tirishyapti. Yoki qanday qila olaysan demoqchi shundan. Sen meni yetim qoldirolmaysan. Menga bergan jazoying ishlamadi degan signalni bermoqchi deb qarayman. Endi bu qatim Mongoliyaga qilgan ziyoratida mushu nuqta ta'kidlandi. Menimcha. Endi Mongoliya bir qadar yuqoridagilarga qaraganda bir qadar kuchli bir signal. Nima uchun kuchli bir signal deganda, Mongoliya xalqaro jinoiy ishlar sotining a'zosi. Gollandiyaning Danha shahridagi Xitoychada Gaaga deb atab kelgan. Yo'q, haliqi vatanda Uyg'urchada. Bu Gaaga xalqaro sotininki a'zosi bo'lgan bu davlat. Bu sot o'tgan yili sen bayam deb o'tding buni. O'tgan yili 17-martda Putinga tutish buyrug'i chiqargan. Sababi Ukrainadagi ishg'ol qilingan rayonlardagi bolalarni mecburi tutup Rossiyaga yetkazgan. Bu insoniyatga qarshi turish jinoyati shakllantirdi deb buyrug'i chiqargan. Shuning uchun bu davlat
bu sotqa a'zo davlatlar Putin shu zaminga kirgan aman qo'lga olishga buyurilgan. Qo'lga olishga buyurilgan. Hem haqli hem mecburi asli. Bu Xalqaro Jinoiy ishlar sotiga 132 ga yaqin davlat a'zo bilishimcha, bu a'zo davlatlar Rim ahdnomasiga imzo qo'yganda bu sotni o'zininki qonuniy manbasi deb taniydiganligini e'tirof qilgan. Shunga Putinni qo'lga olish Mongoliyaniki hem mecburiyeti hem hukuki edi. Bu Rim ahdnomasi bo'yicha bo'lganda. Ama qo'lga olmadi. Bunun sebebini sal turib to'xtalaman. Ama Putin dal mushu tutish buyrug'i chiqarilgan ahvolda bu sotqa a'zo davlatga berish orqali meni nima qila olayotding? Seninki bu chiqargan tutish buyrug'ing bir siyosiy maqsadlik tutish buyrug'i edi. Adil emas edi. Şuna ben buni qabul qilmayman. Qarab mening kutib olgan davlatni qabul qilmaydi degan bir uchurni bermoqchi edishga bo'ldi. Bu nuqtadan aytgan vaqtda ahamiyati cho'ng boshqa davlatlar mayli Xitoy bo'lsin, Chavshan bo'lsin, Hindiston, Ozarbayjondan boshqalari asosan BRICSga a'zo davlatlar, ya'ni kesak oltin davlatlari guruhiga a'zo davlatlar. Bu davlatlar Rossiyaningki prezidentini qo'llashi yoki hech bo'lmaganda sukut qilishi bu normal ahvol. BRICS'ninki qurg'uchi davlatlardan biri Rossiya bo'lganligi uchun. Ammo Mongoliyaninki Amerika bilan Yevropa bilan bo'lgan munosabati bir qadar yaxshi ham demokratik bir davlatninki, hatto xalqaro jinoiy ishlar sotiga a'zo bir davlatninki Putinni qizil gilamlarda qabul qilishi va uni kutib olishi bu Putin uchun cho'ng bir siyosiy utuq, siyosiy g'alaba. Ammo Mongoliya uchun bo'lganda bir obro'y yo'qotish, e'tiborini tushirish deb o'ylayman. Albatta Mongoliya e'tiborini yo'qotish badaliga gazga, pulga erishdi. Ammo Rossiya gaz, tok, pul badaliga e'tiborga erishdi. Hamda xalqaro kechirim tashkiloti, xalqaro kishilik huquq organlari, nurg'un faoliyatchilar Mongoliyadan Putinni qo'lga olishni talab qildi. Biroq bu kulkilik. Nemish qundaq deysa desang, Mongoliyaniki albatta Putinni qo'lga olish Rim ahdnomasi bo'yicha huquqi va majburiyati. Ammo Mongoliyada buni ijro qilishga kuch yo'q. Mongoliya hozirgacha BDT'da Rossiyaning Ukraina hujumini bir qadam ayblab boqqan davlat emas. Hatto Ukraina haqidagi qarorlarda betaraf turayotgan bir davlat. Ya'ni Rossiyaga askar bo'lib qolmaydi-ku. To'g'ri. Ovoz berishdan o'zini qochirayotgan bir davlat. Shunga prinsip jihatdan aytganda kishilik huquq tashkilotlarininki yoki faoliyatchilarninki Mongoliyani ayblashi va Putinni qo'lga olishni talab qilishi haqli. Ammo realizm nuqtasini aytgan vaqtda, kuch nuqtasini aytgan vaqtda bu notayin. Chunki bunun boshqa o'rnaklari bor. Masalan, Sudanninki sobiq prezidenti Bashir bilishimcha. Buningga xalqaro jinoiy ishlar sudi tutish buyrug'i chiqargan. Ammo u Turkiyaga kelgan vaqtda Erdo'g'an tutib topshirib bermadi uni xalqaro sudga. Shu vaqtda Turkiyadan shuni tutishni talab qilgan. Shunga bu xil munosabatlarda xalqaro jinoiy ishlar sudininki davlat manfaatidan xalqib boshqa bir davlatninki o'z buyrug'ini ijro qilishini kutishi bu noyta soddilik. Ko'pincha xalqaro jinoiy ishlar sudi biz bildigan ahvolda vazifasidan qoldirilgandan keyingi kishilarni yangi hukumatninki tutib topshirib berishi shaklida andin tutish buyruqlarini ijro qila oladi va o kishi haqidagi sudni olib bora oladi. Masalan,
Yugoslaviyanınki sobiq prezidenti Slobodan Miloševićning Serbiya hukumati, ya'ni keyingi yangi Serbiya hukumati Yevropa ittifoqining qabul qilishi, e'tirof qilishi va boshqa yordam berish sharti bilan o'tkazib bergan xalqaro sudga. Bo'lmagan ahvollarda vazifadagi bir prezidentninki bir davlatga ziyoratga borgan vaqtda uni u davlatning tutib o'tkazib berishi natayin bundaq bir örnek yo'q. Chunki o'tgan hafta Rossiyaningki tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Peskovmi bu to'g'riliq so'ralgan savolga bundan qilchan deshimiz yo'q, chunki biz ham ishni oldin o'rinlashtirib bo'ldik degan. To'g'ri, bir davlatningki prezidenti yana bir davlatga borsa, albatta ham ishni oldin o'rinlashtirib turib bo'ldi. Bundaq ahvolda uni xalqaro sudning hukmini ijro qilaman deb tutib berish u ikki davlatningki munosabatini ig'ir darajada buzdi, hatto urush girdoviga ilib bordi. Shunga xalqaro sudning hukmini Mong'oliya ijro qilmadi, ijro qilmaydi. Endi buni mushunchalik to'xtalaylik. Yana buni to'xtab ketdik. Jiq kirib ketib qoldik. Nima? Aslida ikki savol baribir Turkiyaga aloqador, shu ikki savolni birlashtirib so'rab o'taymi deb o'yladim endi. So'rab boqaylik. Nima? Sisi'ninki Turkiya ziyarati Çarşamba günü Erdoğan bilan nima Turkiyaga ziyorat qildi. Endi Erdo'g'an bilishimizcha masalan Erdo'g'an nima Mursini bakroq qo'llaydigan, Mursi taxtdan tushgan vaqtdan aytib nima qilgan, buni qarshi chiqqan masalan degandek bir ahvollar bo'lgan. Ana keyin Sisi'ning qo'lini tutmaydiganligi to'g'riliq bir gaplar bo'lib ketgan. Hatto nima ta'ziya bildirgan nurg'un ishlar bor deymi buning qarta Mursiga qarta. Muhammed Mursi. Endi aniki Erdo'g'anniki fevralda yana Misr ziyorati qildiganligi to'g'risida bir nima bor ekanda endi. Buningki nima? Xato ko'rib qolsa. Erdo'g'an bu yil fevralda Misrni ziyorat qildi. Hozir nima? Sisi Turkiyaga keldi. To'g'ri. Endi buni qanday tushunish kerak? Endi manfaat nima kelgan vaqtda har qanday narsa bir yoqqa ko'chirib ko'rishaverish deydi deb tushunamda. Realizm jihatdan endi. Aldirma yaray sizga muborak. Qisqadan to'xtab o'tib ketaylik. Bu yo'q. To'xtalmaydigan tema bu, biraz so'zlab boqaylik qilib. Bilganimizdek Turkiya bilan Misr munosabati 2013'da Muhammed Mursi ag'darilgandan keyin buzildi. Xo'sh. Chunki Muhammed Mursi Musulmon qarindoshlar tashkilotining rais nomzodi, chiqargan raisi. AK Partiya Turkiyada islomchi partiya, bularning o'rtasida ideologiyalik bağlanış var. Doğru. Şunun bilen Muhammed Mursi hükümeti saylangandan keyin Türkiye en güçlü qo'llagan. Bu kişi saylangandan keyin 2012'de Türkiye'ye çağırıp hatta parlament emas AK Parti'ninki partiya yig'inida so'zlatkizgan. Yani şu kadar ehmiyet bergan bir shaxs edi. Ama 2013'da hozirgi Misr prezidenti Abdulfattah Sisi vaqtdagi davlat mudofaa ministri siyosiy o'zgarish qo'zg'ab Muhammed Mursi'ni turmaga soldi, hokimiyatni tortib oldi. 2014'dan boshlab Sisi Misr prezidenti bo'lib keldi. Erdo'g'an shuningdan tortib men Sisi'ni Misr prezidenti tonimayman, uning qo'lini tutmayman deb talay so'zladi, talay qatim Robiya ishoratin belgisi qildi. Ya'ni ikki davlat munosabati uzilish girdobiga berib qolgan. Baş elçiler qaytırıp kelingan, faqat konsul darajasiga tushib qolgan deyman bilishimcha. Ammo 2020-21'lerden boshlab bular qaytadan yarışga yuzlandi. Bo'libmi 2022 Qatardagi futbol musobaqasida Erdo'g'an bilan Sisi qo'llashib ko'rishdi. Shu vaqtda Misr bilan yaqinlashishning yarışning signali bütün dunyoga berilgan bo'ldi. Shundaqmi? To'g'ri. Shundan boshlab ikki davlat o'rtasida munosabat bara-bara yaqinlashishga boshladi.
Türkiye'deki Mısır'dan kaçıp gelgen öktüçilerge bo'lgan besim küçeydi, bir kısımları tutuldu bilişimce. Vizası yok o bu da. Ondan keyin 2023 kodayma elçilikler evetildi. Ondan iki devlet oturusundaki diplomatik münasebetler resmi eslige geldi. Bu yıl fevralda 2. ayda Erdoğan Mısır'ın resmi ziyaret kıldı. Hem de bu kadın Abdülfattah Sisi Türkiye'ye ziyaret geldi. Demek hem de Sisi'nin Türkiye'ye ziyaret gelişi bu bektilgen ve kütülgen bir iş. Çünkü Erdoğan 2. ayda bağında bununki signali verilgen buldu. Hem de dikkatini tatkan bir qancha noktalar var bu yerde. Bunlardan biri Erdoğan'ınki ayı durumga çıkıp Sisi'ni üze kütüvilişi. Bu Mısır münasebetiga alayda ko'ngil bilganligini bildirdi. Balkim bu chaqqicha jiq tillab ketgan bo'lg'achqa shuningki bir qarzini qaytarish uchun bo'lsa-mu aydirumga o'zi chiqdi deb o'ylayman. Ko'ngilni olish uchunchi hamda. Xo'sh. Sen birovni qanchalik tilsang haqorat qilsang shuncha ko'p bunga uzr aytishing kerak-da hamda. To'g'ri. Şuna onun alayda hürmet kıldı, ona ziyafet verdi. Şu arkalık hem de münasebetini asli keltirgen buldu. Resmi haberlerde deyilişçe 18 türlük esletme imzalandı. 18 sahada hemkarlık 13 için. Esletme degenimiz hem de konkret kilişim emez. Esletme degenimiz şu sahada hareket kiliş cihette ortak tunuş kegellikini bildirdiğin bir bayanname. Yani biz bu sahalerde hemkarlaşımız hem de diyen gap. Bunun içinde hem de bir xatarlıktan tartıp marif sayahat kiçi hemmesi var. Bazı taratkular yoki bazı mutaxassislar Türkiye'ninki Mısır'a uçsuz ayrılıp bulan setişimi muhakeme kılıngan ama birleşim bayanatda bu gaplar değil mi de davatıdı. Belki umu buluşu mümkün. Çünkü aldığımda katımlık uçuruşlarda bunun signali verilgen. Hem de ne için hazır yarışıdı? Ne için hazır bulan bir yer kildi degan savolga kelsak, Palestin meselesi her iki devletninki o'zaro yarışı uchun nayt yaxshi bir fursat. Çünkü Palestin meselesi hem Mısır'ninki hem Türkiye'ninki ciddi qaraydigan sezgür meselesi. Ama İsrail'e Amerika bularni xatoga olmayyotidu, ko'z kelmayyotidu. Şuna bu meseleni tutqu qilib turib o'zaro yarashgan vaqtda mayli Palestin yo'q, mayli Misr bo'lsin, mayli Turkiya bo'lsin, o'zining xalqiga buni tushuntirish oson bo'ldi. Masalan, Misr deydi, seni shuncha tillagan Erdo'g'an bilan, masalan, Sisi deyli shaxs nuqtasidan. Seni shuncha tillagan Erdo'g'an bilan sen nima deb yarashsa deganga qarata, meni tillaganlik uchun mening yarashqim yo'qdi, ammo Palestin uchun men shaxsiy manfaatimdan kechdim deb oliyjanoblik qila oladi. Shundoq qo'y. O'zining g'ururini qo'g'dab qila oladi. Erdo'g'anmi shu. Qarasang bir qancha kundan buyon Turkiyadagi hukumatga yaqin taratqular da'vat qilinishi shu. Palestinni deb yarashdi deydi. Erdo'g'anga o'xshash mantiq ishlaydi. Sen qo'lni tutmayman deydigan odamning qo'lini nemishqa qayta tutding desa, mening uni tutqim yo'qdi, ammo Palestin uchun men shaxsiy g'ururimdan voz kechdim deyalaydi. Turkiyadagi medialarningki kishilarga yig'izmoqchi bo'lganimi shu. Bu yaxshi bahona bo'lalaydi, shuning uchun bular bu paytda yaqinlashdi. Ammo ikki davlatni yaqinlashtirgan eng muhim omillar Palestin meselesi emas. Çünkü Palestin meselesi her iki devlet için biraz simbolik bir mesele. Ama bunun keynedeki nurgun emeli omillar bu iki devletni yaqinlashtirdi. Qaraydigan bo'lsak, Türkiye bilan Mısır Akdeniz'da neft yetişti bo'lsin, Somalida
mablag' silishdi bo'lsin, Liviyada ikki tarafni urushayotgan ikki tarafni qo'llash jihatdan bo'lsin, Kıbrıs'ta bo'lsin, bular hammasi qarama qarshi bir-biriga. Bu derecede karşılaşıp bu iki devlet birbiriga fayda ekilenmeydi hiç biriga. To'g'ri. Çünkü her ikilisi bek küçük devlet emas, birbirini kom selivtalaydigan. Bek çoğ devlet emas, birbirini mijiltalaydigan. Bunda ahvalda bular ziyon tortadi. Şuna Yamalg'anning xo'jini bosh degan shaklda. yamanlaganning xo'jini ziyon degandek, bular shunga yarashishninki g'alaba qilishdan foydali ekanligini tunib yetdi ikki taraf. Bo'lmasa o'ylab bak, Türkiye berib Misrga qarshi Liviyada ittifoq tuzdi. Misr kelibchi Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı Gretsiya bilan kelishim tuzdi. Şunu bilan o birbirinin ta'sir doirasida talishib hech biri foydalanmadi. Bo'libmi yaqinqi yillarda Turkiyaninki nurg'un to'qimachilik sohasidagi korxonalar Misrga yo'tkaldi. Turkiyada iqtisod barbod, Turkiyaliklar qaqshayotidu, ammo Turkiyada nima korxonachilarmi qaqshayotidu. İşçiler maaş tuvandaydi, korxonachilar maaş yuqoridaydi. Shuning uchun Turkiyadagi nurg'un korxonachilar hozir Misrga berib $200, $300 oylik ishchi ishlatgili bo'lgan bo'lg'achqa Misrga mablag' silishga boshladi. Tunugun men ko'rgan bir xabarda Turkiyaningki to'qimachilik sohasining 3dan 1 o'tgan 2 yilda Misrga yo'tkilibdi. Ya'ni demak bo'lgan gap ikki davlatningki boshliqlari endi kurashgan bilan o'ttirdagi munosabatlar allaqachon o'ngshilib bo'ldi degan gap. Kelishib bo'ldi degan gap. Demak endi Turkiyaningki Misr bilan bo'lgan munosabati yaxshilandi. Muhammad Mursi'ni deb jidal qilishni to'xtatadigan bo'ldi. Misrdan Turkiyaga qochib kelgan nurg'un o'qituvchilarning kuni tezlashdi. Bir narsani his qilyapsan. Men his qilyapman hamda. Qaraymiz oldingi kunlarda. Bakacağız dedi o. Tabii. Bakacağız. Demek Türkiye'ninki hem de buna nokul Mısır noktasından emas, xalqaradagi başka noktalardan qarasaqmı Türkiye'ninki özlem xalqacha iş qilmaydigan siyosatlardan yonganligini ko'ryapmiz. 2020'lerden başlap Erdoğan'ninki beshiga bir cho'g'in suvoq suv göpde qo'yilsa insonlarga sagiydi. To'g'ri. Sayganga o'xshash, men unchoq kuchli davlat emas ekanman. O'zim chaqlab, o'zim kesib qilolmaydi ekanman. Shunga men yanay deb mayli Misr siyosatida bo'lsin, jidallashgan Arab Birlashma Xalifaligi, Saudiya Arabiston bilan bo'lsin, andan keyin Gretsiya bilan bo'lgan munosabat bo'lsin. O'xshash gapni Gretsiyadagi Mitsotakis hukumati uchunmi degan Erdo'g'an. Qo'lni tutmayman men uning debchi. Ammo onun bilan bu yılning boshida kurashdi u. To'g'ri. Gretsiyaga ziyorat qildi. Undan boshqa pat arada nim bilan Bashar Asad bilan kurashganni ko'rib qilishimiz mumkin. Suriya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilaymaydi. Demak endi bir qadam keyinga chekinib ishlarni kesib qololmaydiganligini şuna murassa qilib ish qilmasa bo'lmaydiganligini tunib ketganligining ifodasi deyishga bo'ldi. Mang'ili yo'l qolmag'achqa oldida chekindi. Ya'ni nazariya jihatini etsaq, Erdo'g'anningki keyingi o'rta sharq siyosati yoki tashqi siyosati Osmonlichilik deb atalgan-ku. Ya'ni Osmonlichilikni yoki nima deb atsak, qamlashtirilmadi endi yana real politikaga, real siyosatga qaytdi desak bo'ldi. Sen jahon sana bakmasa sen jahonga bak. Shu. Jahon sana bakmasa sen jahonga bak.
Endi keyingi sual o'tib ketdilar. Yana Turkiyaga aloqador savol. Turkiyaning yaqindan yaqin shu Suriyadan askar chekindirganligi haqida bir nim bo'lyapti. Masalan, hozir deb o'tdik Osmanlıcı bir siyaset deb berayotgan, tashqi siyosat deb. Xuddi oldimizdagi shu oldimizgi necha yillar qaraydigan bo'lsak, Zaytun dala harakati degandek, masalan, nurg'un operatsiyalarni qilgan bo'ldi, jang qilgan bo'ldi, masalan, degandek. Hamda turuplam bu nim bilan askar chekindirishdan gap bo'lyotdi. Hamda bu balkim nimaga bizga qanchalik ta'sir bo'ldi bilmayman, ammo ashad yashayotgan qarindoshlarimiz bor. Ashad turayotgan sharq nima unutib qoldim. Türkistan İslam Partisi'ndemizde. Türkistan İslam Partisi'ninki g'ulluq nimalar shu yerda, masalan, uni qanchalik ta'sir bo'ldi, qaysi shaklda bo'ldi degandek, ashuni to'xtalgan shaklda o'tib ketsak. Evet. Sen degandek Lavrov, Rossiyanınki Tashqi ishlar ministri 31 Avgust bir bayonot berdi. Bunun deyişçe hem de Türkiye, Suriye, Rusya ve İran töti birleşip Suriye'deki meseleni hal kılmakçı. Bunun için yakında bular çoğun bir görüş elip bakmakçı deptu. Lavrov'un deyişçe eğer Türkiye Suriye'den hem köçmenlerini kaytırıp gidiş hem bexatarlik meseleleri de kilişelise ya ki kapalet bir vade alalsa Türkiye asker çekindirişke teyyaken. Suriye taraf mı eğer Türkiye'den bu cihette bir vade bir kapalet alalsa Türkiye asker çekindirmesinden burun Türkiye ile sohbetleşini kabul kıttı. Hem de bu sözünki arka görünüşünü biraz yorulsak Türkiye hazır Suriye'de harbiy mevcutluğunu saklayatıdı. Sen degandek bir qancha qatımlıq harbiy operatsiyadan keyin u yerda qolib qolgan. Hozirmi Suriye'ninki belki %5% etrafında zeminni kontrol qilib shu yerda mavjudligini saqlab turyotidu ve Suriye'deki asosli hukumatga qarshi o'qituvchilarni qo'llab yoki shularga kepil bo'lib turyotidu. Bizningki Uyg'urlar turayotgan rayonmi asosli Suriye'nin ta'sir doirasida xalqaro kelishim jihatdan aytganda-chu. Xo'sh. Endi Türkiye izchil Suriye'ninki zemin bütünlüğünü qo'g'daymiz deb keldi. Yani bunun ma'nosi men Suriye'ni besib olmayman demoqchi. Men hamon chiqib ketaman degan gap. Rusya mı şu Suriye'nin zemin bütünlüğünü qo'g'dayman deydi. İran mı şu Amerika mı şu. Yani Suriye'nin zemin bütünlüğü meselesinde yani prensip cihetten bu yerdeki rekabetlişivatkan güçler otursa da nemi yok. İhtilaf yok. Ama bu zemin bütünlüğünü kanda saklaydı diyen meselede iyi ihtilaf var. Suriye'nin hazırlıkçı depkegini Türkiye askerlerini çekindirmegen ahvalda Suriye'deki terörlük güçlerine yardım verişini to'xtatmagan ahvalda men Türkiye bilan suhbat ustiga o'tirmayman. Shundoq qo'y. Amerika'nın depkegini Türkiye'de, Amerika'nın depkegini Suriye'de her qaysi taraflar yarashgan demokratik haqqoniy bir hukumat shakli barpo qilish kerak deydi. Yani Amerika iniqki Kürtlarga bir avtonomiya berishni va'da qiliqliq. Suriye zemini ichida, ama
Kürtler ayrı bir avtonomiya bolsun deydi. Moskva mı bu cihette Amerika bilen az tula hem fikir dep oylayman. Esad hakimiyetininki mevcut tapqılı şartı aslında Kürtlerge bir avtonomiya berişke mençe Rusya mı koşuldu çünkü o yerdeki Kürtlerin hazır Moskova'da mı işhansı var. Washington'da mı işhansı var, Moskova'da mı işhansı var. Yani demek çoğunun bu Kürtlerini, Kürt hükümetini yaki Kürt rejimini o yerdeki Türkiye terörlük teşkilatı degen bilen Amerika mı Rusya mı ondak demeydi. Yeni bir siyasi küsüpte Rusya mı kabul kılırlar. Hem de Türkiye olsa Kürtlerinin bu yerde bir avtonomiya kuruşunu mu üzerindeki devlet bir xatarlıkıga tehdit dep qaraydı. Şunun için Türkiye'nin içi bolganda bula tamamen kuralsızlandırılışı ve Suriye merkezi hükümeti bunu tunuk kontrol astına ala aliş gerek. Eğer onda kılanmasa Türkiye kurallı kısımları o yerdeki mevcutluğunu saklaydı ve onu üzerindeki devlet bir xatarlıkını qo'dashning vaqtisi qiladi. Endi bu chaqıcı bu kelgan manzara bu da endi. Hoş. Ammo biz Turkiyada ko'chmanlarga qarata endişinin kuchayotganligini, hukumatga bo'lgan besimning kuchayotganligini bilamiz. Turkiyaniki bu ko'chmanlar masalasini Suriye hükümeti bilan yarışıp turib hal qilishni o'ttirib qo'yayotganligini bilamiz. O'qitish partiyalar qistavotidi. Agar sen kurashmasang, men kurashmayman deyotidi. Hukumatmi Suriyadagi Asad hukumati bilan yarışadiganligi, gezikasi o'ltirib buni deyishadiganligi haqida burunmi necha qatim bishorat bergan. Shunga Lavrovninki bu so'zlari hayron qolarlik emas, yoki yo'q yerdan uydurup çıkargan bir söz mu emas. Bununki Türkiye muhitida bir asası var. Hiç bo'lmasa Türkiye'ninki resmi hükümet organları denigen bolsunmu, ama işaretleri birlevatkan bir mesele. Şunun için eğer Lavrov degandek Suriye hükümeti Türkiye'den Suriyeliklerini qaytırıp gitiş vədisi bəzdə ve Türkiye'nin bir xatarligi haqida kafaletlik kılarsa o çağda Türkiye askeri çekindirishi tamamen mantıklık. Ama ben şahsen Türkiye'ninki bir xatarlik cihetten endişesini Suriye kanduralaydı da oylamayman. Çünkü o yerdeki 60 bin kişilik Kürt armiyası kurallık tuğan müddetçe ular bir siyasi küsüptede meyli Rusya, meyli Amerika, hatta Demeşik, yani Suriye hükümeti tarafından kabul kılıngan müddetçe Türkiye bunundan hatırcam bulamaydı. Ama Amerika bu Kürtlerini harbiy cihetten qo'llayotgan, Rusya siyasi cihetten itiraf kılgan, Suriye bular bilan söhbetleşishni yoki o'zininki davlatining ayrılmaz bir qismi sifatida federatsiya shaklida bir gavdasi deb qabul qilsa, o chog'da Turkiyaninki buni qabul qilmoqdan boshqa amalimi yo'q. Qurolliq bir taraf qilay desa Amerika bor, siyosiy jihatdan bir taraf qilay desa Damashq hukumati uni o'zininki avtonom rayoni deb qabul qildi. Türkiye'ninki qo'lda Suriye'nin devletinin işki meselesi kayınlık ketken bu. Suriye'nin işki meselesi aylangandan keyin Türkiye'ninki u yerda çintug'dek bir narsa qolmaydi, faqat bexatarlikdan boshqa. Shunga bu jihatdan qanduralay deb o'ylamayman. Turkiyami bu jihatdan yo'l qo'ydi deb qaramayman, ammo bayman degandek bu yerda bir xalta ko'chi bor. Bundan hamda qanday chiqish har qaysi tarafniki o'zining g'ayratiga bog'liq. Ammo Türkiye'deki Suriyeli ko'chmanlarni qaytirib olib ketish balkim hem Türkiye'nin hem Suriye'nin her ikisinin menfaatiga uygun bo'lishi mumkin. Çünkü Türkiye'nin ulardan qutulg'usi bor, Suriye'ninki ularni yurtga qaytirib ulug'lashtirish orqali Suriye davlatini qayta qurib chiqishga ehtiyoji bor deb o'ylashga bo'ladi.
Şu bu cihat hamkorlikni yaxshi qila olishi mumkin, ammo askar chekindirish kelgan chog'da tefa mangadigan nurg'un yo'l bor deb qarayman. Endi navoda rostdan askar chekindirsa, o chog'da bu yerdagi Uyg'urlarning oqibati qanday bo'ldi desak, albatta Turkiya yordamini tatgandan keyin, askar chekindirgandan keyin u yerdagi Suriya hukumatiga qarshi kuchlar hammasi Suriya hukumatining nazarida terrorchi hisoblandi. Shunga bularga qarshi xalqaro yordamni olgandan keyin ularga umumyuzlik ya hujum boshlaydi yoki bo'lmasa ularni taslim bo'lishga chaqiradi-da. Agar u yerdagi umumyuzlik urush boshlasa, urushning natijasini faraz qila olamiz. Suriya tarafininki g'alabasi bilan oxirlashadi deyishga bo'ldi. Chunki xalqaro yordam bo'lmagan ahvol ostida xalqaro yordamga ega davlat armiyasi bilan yetishish tez. Hozirgi vaqtliq tinchlikmi Amerika, Rossiya, Turkiya qatorliq davlatlarninki yarashish orqali amalga oshgan emasmi? To'g'ri. Ammo bu Turkiya u yerdagi Suriya o'qituvchilariga bo'lgan homiyligidan voz kechsa, u chog'da ularni endi nimaga tashlab bergandeklar bo'ldi, qo'yni bo'riga tashlab bergandeklar bir ish bo'ldi. Agar endi ular taslim bo'lsa, onu bilmaymiz, u yerdagi vaziyati qanday hozircha men tushunmayman. Agar taslim bo'lsa, u chog'da u yerdagi yerlik arablar bilan sig'ishib ketadi, ammo sirtdan kelganlar davomli ig'ir kunga qoldi. Chunki chet ellik qurolliqlar yoki chet ellik terrorlik gumondorlari degan qalpoqni kiygan insonlar dunyoning nariga borsa yeklanadi. Mayli davlatlarga kirib chiqishdi bo'lsin, bir taraf qilinishdi bo'lsin. Shunga endi konkret holatda qanday bir taraf qilinishini bir narsa deyolmaymiz. Turkiyaga yushurun chiqib olamdi, Turkiya chiqib olamdi yoki shu yerda Afg'onistonda Taliban safida urush qilgan Uyg'urlarga o'xshash bir shaklda yerlikka sig'ib ketamdi yoki asirga tushib hozir ko'klarning kontrolli rayonlarda bir Uyg'ur asirlar bor, buni bilamiz, shundaqmi? Xo'sh. Daeshdan asirga tushganlar. Ularga o'xshash bu asir lagerlarga yig'ilandi. Ondan keyin bu bir xalqaro krizisga aylandi. Eng ichinishli hamda eng xatarliki Suriya hukumatiga qo'lga tushgandan keyin Xitoy qaytarilish ehtimolligi. Ammo Xitoy bunga qanchalik qiziqadi, bu bir masala. Chunki shu Daeshdan tutilgan Uyg'urlar ko'klarning qo'lga tutilgan vaqtda shu andisha o'tirib chiqqan, masalan, bularni Xitoy olib ketadi degan gapchu. Hatta BDT'mi qaysi davlatlarni o'zininki fuqarolarini olib ketishga chaqirgan. Ammo hozirgacha biz hamda oshkora holatda Xitoydagi rasmiy mayli BDT organlariga bo'lsin yoki Suriya hukumatlariga bo'lsin iltimos sunib, bu yerdagi Uyg'urlarni qaytarib ketishga talab qilganini anglamadik, ko'rmadik. Yushurun bo'ldimi bilmaymiz. Ammo men shaxsan yushurun bo'lishning bir ahamiyati bor deb o'ylamayman. Chunki Xitoy uni etkazsa, yushurun etkazsa Xitoyga nimaga foydasi bor? Shundaqmi? To'g'ri. O tutilgan kishilarni yushurun olib ketishning Xitoyga bir foydasi bor deb o'ylamayman. Shunga oshkora olib ketmaganiga qaraganda Xitoy bu Uyg'urlarningki shu lagerlarda turishini xohlaydi. Hech bo'lmaganda shu yerda turgan muddatcha Uyg'urlarni xalqaro terrorlikqa bog'lashga foydali. Ya'ni Uyg'urlar terrorlikqa aralashmagan desa, mana Kürtlarninki xalqaro terrorchilarni tutib turish lagerlarida mancha Uyg'ur bor deb ko'zimizga tiqalaydi, shundaq-ku. To'g'ri. Shunga bunaqa bir narsa demaymiz. Xitoyga qaytarib ketadi yoki Xitoy shu yerda davomli yana lagerlarda qo'yib qo'yamdi. Ammo bir nuqta aniq, bek ko'ngillik, ya'ni biz arzu qildigan bir kelgusi bo'ldigandek emas.
o yerdeki Uygurlar için. Tushunishdik. Endi keyingi savolga o'tib ketsak. Yana Turkiya. O'tgan haftami, uning oldingi haftasimi? Mush Turkiyaniki Bertisga nima a'zolik iltimos sunishi deb nima qilgandik. Endi nima bu Hakan Fidan'ninki Xitoy ziyaratidan keyin masalan to'xtamay bu Jungo Xitoy bilan Turkiya munosabatlari bakiliqi rivojlanishga boshlagandek ketib boruvchi. Masalan, nimani biyodining mablag' silishlari degandek, masalan, BRICS kesak oltin davlatlarga a'zolik sunishi degandek nurg'un ishlar bo'lyotidi. Yani buningki buning arq planı yoki buning taraqqiyoti qanday bo'lishi mumkin? Sen degandek Türkiye hazır BRICS'ga kirimiz deb resmi iltimas sungandek turdi deyme, çünkü Türkiye'den anlamayvatınız bu gapnichu. Türkiye iniq men BRICS'ga yana kesak oltin davlatları guruhiga a'zo bo'lma deb uchuq davatkan bo'lsa-mu, ammo nima yo'q. Resmi iltimas qilganligi haqida uchuq bayonot yo'q. Bloomberg 2 sentabr dushanba Türkiye'ninki bir necha ay burun resmi iltimas sunganligini xabar qildi. Bu xabar chiqqandan keyin Turkiyada taratqularda bir davolg'ush paydo qildi. Acaba Türkiye BRICS'ga a'zo bo'lishni rasmiy sungan bo'lsa, bizning nima xabarimiz yo'q debchi. Bu meseleге qarata AK Parti'nin sözcüsü, bayanatçısı Ömer Çelik seyşembe günü bizdeki BRICS'ga kirish arzuyumuz bağlıqını Cumhurbaşlığımız hemişe ta'kidlab keldi. Biz bununla qiziqimiz deb müjmal qilib qo'ydi bu gapni. Bir iltimas sundukmu demedi, sunmadukmu demedi ama kirgimiz bor dedi. Arkadan yana şu ikkinchisilar dushanba Rossiyaningki tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Peskovmi Turkiyaningki BRICSga kirish arzusi borligini bilamiz dedi. Rasmiy kirgusi borligidan xabarimiz bor dedi. Hamda mushlarniki hammasini yig'inchoqlab kelsak, Turkiya BRICSga a'zo bo'lishga iltimos sungan o'xshaydi. Endi Turkiyaningki BRICSga a'zo bo'lishi Turkiyaga nima olib keladi yoki Turkiya buninglik bilan nimaga erishmoqchi desak, oldi bilan BRICSning qanday tashkilot ekanligi haqida ozroq tushuncha berib o'taymanchi. Kesak oltin buningga o'tgan hafta bir tushuncha bergan to'qmanchi qilsa qanday bo'ldi? Bedoq. Tamam. Undaq bo'lsa, bu kesak oltin davlatlari tashkiloti guruhi 2006-yili Afrika, 2006-yili Xitoy, Rossiya, Hindiston, Braziliya 4 davlat tarafidan qurilgan. Keyin 2010-yili Janubiy Afrika qatilgan. Ondan keyin BRICS degan nomini olgan. Yaqinqi yillarda buningga Saudiya Arabiston qatnashishga tirishyapti. Texi o'tgan hafta Ozarbayjonninki rasmiy iltimos sunganligini biz shu Uyg'ur haftaligininki 12 yoki 11 sonda so'zlagan shunday qo'y. To'g'ri. Demak, endi Turkiya hozir buning rasmiy a'zo bo'lishga niyat qilgan bo'lsa, undaqda bu BRICSninki kuchayotganligini bildirdi oldi bilan. BRICS endi dunyodagi g'arbga qarshi 3-dunyoninki cho'ng bir lageri. Buni burun 3-dunyo taraqqiy qilayotgan davlatlarda ataytdik bu xil davlatlarni. Hozir endi buningga yangi bir atalg'u chiqdi. İngilizce Global South deydigan. Xitoychada Chuanchun Nanfang deb tarjima qildi. Men Uyg'urchaga
Janub dünyası yoki yer sharibi janub degan shaklda tarjima qildim, ammo Uyg'urcha rasmiy muqimlashgan tarjimasini tehi topamadim. Endi mushu xil davlatlarninki guruhi. Turkiya endi bu guruhga a'zo bo'lishni tanladi deganning ma'nosi Türkiye bağan sıra hem de G'arbdan, Yevropadan yiroqlashib, şu Rossiya, Xitoy, Hindiston, Braziliya boshchiligidagi bu guruhga yaqinlashayotganligini ko'rsatdi. Ammo bu tashkilotninki Turkiyaga nisbatan G'arbninki o'rnini ola oladigan bir tashkilot bo'la olishiga kelsak, menimcha notayin, chunki bir-ikki texicha rasmiy bir sekretarligi, ya'ni katibat boshqarmasi bo'lgan kurumlaşkan yoki sistemlashgan bir tashkilot emas. Bu tehi bir do'stlar yig'ilishib choy o'ynaganga o'xshash bir tashkilot, bir guruh. Bular har yili bir yig'ilishib bir qatim choy o'ynagandek yig'in ochdi. Bu qatim bu yillik yig'inimi kelasi oyda Rossiyaniki Qozonda ochilmoqchi. Bu yig'inga Turkiya taklif qilindi. Bayan deb o'tgan biz Mongoliyaning ziyoratida Putin Mongoliyaning prezidentini bu Qozondagi yig'inga taklif qildi. Demak, endi Rossiya, Xitoy qatorliq davlatlar Amerikaga, Yevropaga o'zining dunyodagi kuchini ko'rsatadigan bir sorun deyishga bo'ldi buni. Bu Turkiya bu sorunga kirish orqali G'arbga bo'lgan o'zining noroziligini ifodalaydi. Başka bir lagerdan mı üzerindeki dost yoruq tapqanlıqını gösterdi. Ama G'arbning o'rnini bu tashkilotlar ololmaydi. Türkiye menimcha ozroq iqtisodiy manfaatga erishsimi, lekin ko'proq inovatini yo'qotdi deb o'ylayman. Bu yana Ak Partiyaning bir tarafdan tashqi siyosatda xatolikni o'ngshayotgan bo'lsa, mayli Misr masalasi yoki Gretsiya masalalarida. Yana bir tarafdan xatolik sodir qilayotganligining bir ifodasi deb o'ylayman. Unda qo'shim mushunchalik to'xtalayman. Mushunchalik to'xtalaydi buningga. Hamda İstanbul'daki yaqinda o'tgan yilmi mush yilning boshlariga o'tgan yil Ramazonmi. Mesela şu İstanbul'daki Qutatquli kitapxonasininki soqchilar tarafidan kitaplarning yig'ib olinganligi videolar taqilib ketganda Twitter'da degandek gündem qiziq nuqta qo'yilgan. Hamda yaqindan yoqqa yana mush to'g'riliq bir xabar e'lon qilindi. Masalan, Qutatquli kitapxonasininki shuniki xo'jayininki masalan Xitoy doiralari, Xitoy soqchi doiralari tarafidan şu nim qilinganligi, tahdid qilinganligi, bu do'konninki, bu kitapxonaniki boshqa bir do'konlarga o'zgartishga, o'zgartib etishga tahdid qilingandek bir uchurlarni olganligi degandek nurg'un narsalarni ko'rib turyapmiz. Hamda bu yerda nimaninki Turkiyaninki bularni masalan kitaplarni yig'ib olishninki sababi qonunsuz kitaplar. Kanunsuz kitaplar taqatdi degan shakldagi bir ochiqligi bor hamda buni qaysi jihatni qanday shaklda tushunamiz? Bu hamda Turkiyada hamda kitap bir necha kitapxonamiz bor deb o'ylayman. Mening bilishimcha hamda undan jiq bo'lishim mumkin. Bu hamda Uyg'urlar mavjudligiga kitapxonalarning yo'qolishi ham Uyg'urlar mavjudligiga olib kelgan bir tahdid deb o'ylayman. Çünkü biz ana tilimizni saqlab qolish uchun shu Uyg'urcha masalan tarjima kitaplar yoki kitaplar bo'lmagan taqdirda buni rivojlantirib, taraqqiy qildirib davomlashtira olmaymiz. Buning bo'lgan nimangiz, ko'z qarashingiz, aniqen bu yerdagi Turkiya Xitoy munosabatini azroq chiqish qilgan asosda bir so'zlab beramsiz. Ha, bo'ldi. Türkiye'deki Uygur kitapxonalari hem de hazır chet eldeki Uygurlarninki yazma edebiyatını, medeniyetini saqlab qolgan asosliq manbalardan biri deyishga bo'ldi. Chunki dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar hozir Turkiyadan kitob sotib oldi. Turkiyadan bu kitoblar har qaysi joylarga taqtiladi. Hamda Turkiyadagi bu Uyg'ur kitobxonlarimi bek rivojlanib ketgani yo'q. Ba'zi kitobxonlar taqib o'tildi. Ba'zilari yana g'urgul bosh ko'tarib yoki mavjudligini saqlab qolyapti. Hamda
bu kitapxonlarning oldida haqiqatan shundoq bir qancha masala bor. Bu kitapxonlar yo'l qo'yayotganchu yaqinqi yillardan buyon biz kuzatayotgan, ko'rayotgan masala. Biri endi bu kitapxonalar o'zi hozir besib taqtiyotgan kitaplarning nashr huquqiga ega emas. Chunki bu kitaplar vatanda hukumat ko'pinchisi asosli hukumat hamda hukumat nashriyotlari tomonidan nashr qilingan kitaplar. Bu kitaplarning nashr huquqi mundaqcha aytganda Xitoy Kompartiyasining qo'lida, Xitoy hukumatining qo'lida. Undaq bo'lgandan bu Turkiyadagi Uyg'ur kitapchilar bu kitaplarni tor orqali yoki boshqa shaklda keltirib, undan keyin bu yerda besib setayotgan, taqtiyotgan ahvol mavjud. Endi bular bu kitapning nashr huquqini Xitoy hukumatidan olamdi? Ololmaydi. Chunki Xitoy bu kitaplarni ayni vaqtda yo'l qo'ygan bilan hozir allaqachon cheklab bularni pechatlayapti. Nurg'unlarini qayta nashr qilinmas qilyapti, nurg'unlarini ko'ydiryapti, yig'yapti. Endi bu kitaplarni mushundoq tirnoq ichida qonunsiz yoki bo'lmasa madaniyat meroslari qatorida saqlash, besib taqitish bir zaruriyatga aylandi. Shuning uchun bu masalani bu yerdagi kitobxonlar hal qilolmaydi. Buning qonuniy qismini deb bu kitoblarni ko'paytmaslik, taqatmaslik, sotmaslik Uyg'urlarning madaniyatini, xazinasining yo'qolishini keltirib chiqardi. Shunga bu xil qonunsizlikni hamda tirnoq ichidagi bu xil qonunsizlikni qilishning o'zi bir zaruriyat bo'lib qoldi. Bu birinchi masala. Hamda ikkinchi bir masala, bu kitobxonlar iqtisodiy jihatdan yetarli qo'llashga erishilmayotdi. Nurg'unlagan kitoblar besilgan bo'lsa-mu, ammo uni setib olish yaxshi emas. Qizg'inlik yaxshi emas. Nurg'un kishilar qog'oz kitoblarni setib olish o'rniga PDF izlaydi. Shuning bilan bu yerdagi kitoblarni besib chiqarish, chiqimi, undan keyin uni Do'konning ijorasi, kishilarning chiqimi qatorliq narsalarni bu toza qamdamayotdi. Shuning uchun Turkiyada kitobxonlar ko'p ichilish o'rniga bok taqilyotdi. Endi vatandan chiqqan, vatandagi kitoblarni chiqib bu yerda nashr qilib, setib, yivoldi, ichivoldi deb shikoyat qilgan qaqshig'anlarmi yo'q emas. Ammo men oldida deb o'tgan reallik mavjud. Buning iznini, ijozatini Xitoy davlatidan oldik holimiz yo'q. Shunga meningcha bo'lganda bu xil amalsiz qonunsizlik apu qilinish kerak. Buningga yo'l qo'yilishi kerak. Uyg'ur jamoatchiligi, Uyg'ur tashkilotlari bu kitobxonlarga yordam berish kerak bo'lsa, chet ellarningki Uyg'ur madaniyati va kulturini qo'g'dash fondlaridan buningga pul halq berish kerak. Shu orqali bu sohaningki taraqqiyotini qo'g'dab qilish kerak. Menimcha kishilar bu xil ishni qilib pul tepib olsa mayli. Nab chiqmagan yerga hech kim yugurmaydi. Shunday qo'y. To'g'ri. Ammo uning badiliga bizning mavjudligimizning yildizi chepilmay, yildizi mustahkamlansa, biz shunga rozi. Shunga biz mayli ko'pchilik xalq sifatida bo'laylik, mayli tashkilot sifatida bo'laylik, Uyg'ur kitobxonlarini qo'llashimiz kerak deb o'ylayman. Ondan keyin Turkiya qonuni masalasiga kelsak, agar bu kitobxonlarningki hukumat tarafidan cheklanishi yoki kontrol qilinishi yoki besim ostiga ilinishi, agar shu kitoblarningki nashr huquqi bo'lmaganligidan bo'lsa, u chog'da Turkiya hukumati texi bizning dardimizni tushunmabdir degan gap. Texi bu hukumat Uyg'urning qaysi holda ekanligidan xabarsiz degan gap. Texcha Xitoyni qonunliq muomala qilg'ili bo'ladigan nashr huquqini qo'g'dash qonuni ramkasi ichida muomala qiladigan bir taraf deb qaraganligidan
bo'layotgan gap. Bu yerda ya Xitoy Turkiya munosabatining yiqilib bizni tushunmas, anglamas bo'lib olganligi yoki bizning Turkiya davlati hukumatiga hozirgacha qaysi holda ekanligimizni tushundirolmaganligimiz o'ttirg'i chiqadi. Sence qaysi biz tushundirolmadikmi yoki bu hukumat tushunmayotganmi? Menimcha bo'lganda tushunmayotdi desak bo'ldi. Ba'zi o'tganda bir maktabniki taqilib ketishi. Oldingi yilimi, uning oldingi yilimi bilmayman. Maktabning taqilib ketishi qonunsiz deb ona til maktabiniki. Bu Ya nihoyat mesela, nihoyat ichingan edimchu hamda. Aslida bu mesela, yerda xo'sh. mesela bu Uyg'ur kitobxonlari yoki Uyg'ur maktablari davlatdan ijozat olishga tegishli yerlardan olmay, tijorat kinishkisi olmay, boj to'lamay qilgan bo'lsa, bularni topsa haqliq. O chog'da davlatchi, To'g'ri. davlat o chog'da ularni kinishga elishga, boj topshirishga majburlash huquqi bor. Bu haqliq. Biz Turkiyada tijoriy ish qilgan ekanmiz, bunga rioya qilishimiz kerak. U chog'da agar shundoq turib yana davlatga qarshi chiqish yoki hukumatga norozilik bildirsak, o chog'da biz xatolashgan bo'lamiz. Milliy hissiyotdan foydalanib bu jihatdan Turkiya hukumatiga norozilik qilmaslik kerak. Ya'ni nima ish bo'lsa Xitoyning bismi bilan qildi deb hukumatga qarshi turishga men qarshi. Agar sizningki qonunliq ish qilish fursatingiz bor turib, uni qilmay arkadan hukumat tarafidan jazolangan vaqtda uni Xitoyning bismi yoki ubod deyish bu Uyg'urlarni Turkiya hukumatiga qarshi qo'llanishdan boshqa narsa emas, shundaqmi? To'g'ri. Ammo tijorat kinishgan bor, boj topshirsan, lekin o kitoblarning nashr huquqing yo'q desa, bu hukumatninki Uyg'urlarga Xitoy bilan birlashib uvol qilgandek bir gap. Buni ya hukumat tushunmay o'tibdi yoki tushundirolmay o'tibdi. Buni bu TikTok'laylar hamda haqiqatan ko'nglimizni yerim qilgan ahvol hamda. Keyingi savolga o'tib ketsak, Angliya planlayotgan Xitoylarning soni borgan-sari oshayotganligi xabar bo'lyapti hamda. Bir necha hafta avval Turkiyaniki 3-chi bo'ldi dedi, 4-chi bo'ldi dedik-mi dunyo bo'yicha masalan nima ko'chman bo'layotganligi. Hamda 4-chilikni apto deb nim qilgandik. Hamda ma yaqinqi ma'lumotlarga sonliq ma'lumotlarga qaragan chog'da Xitoylarniki nimaniki Angliyaga bo'lgan yoki boshqa davlatlarga ko'chman bo'layotganlarniki soni yildan yilga oshayotganligi. Bularniki hamda 90-chi yillardagi ko'chmanlarniki statistikasi qaragan chog'da shu bir mush bilan shug'ullangan advokatning deyishicha asosan iqtisodiy jihatdagi qiyinchilik. Iqtisodiy jihatdagi qiyinchiliklarniki asos o'rin turadiganligi, masalan, fujallik Xitoylarning ko'p Angliyaga ko'chganligi to'g'riliq nima bor ekan, statistika bor ekan. Hamda 2023niki 2000 masalan 0 virus zero covid degandek undan keyin masalan yoki bo'lmasa boshqa siyosiy jihatlardan ya'ni Xitoyning hozir siyosiy sistemasidan iqtisodiy jihatdan bakroq siyosiy sistemasiga nafratlangan yoshlarniki bu yerga ko'chayotganligi aning keyindan ba'zilariniki iqtisodiy jihatdan yaxshi bo'lsa-mu faqat bolasiniki mush yerdagi erkinlik besim ostida yashab qolmaslik uchunlam shu Angliyaga ko'chib ketayotganligi to'g'riliq reportajlarni berganlar bo'libdi. Ba'zilar hamda mushu zero covid nimasidan keyin 0 virus 0 covid siyosati. 0 covid siyosatidan keyin mesela normal uşaq ticaretçilərinki nəhayət izləyətqanlığı, pul tapılmayatqanlığı sistema səbəblik, dövlət sisteməsində nəhayət naçarlıq səbəblik. Şunun bilan bularning köçmən bo'lishqa səbəb bo'lib qolganligini deb bir reportaj berganlar bo'libdi. Anan keyin ba'zilarning reportajda masalan shu 0 virus, 0 covid siyosatida Uyg'urlarniki bino masalan o't o'chirib etilmadi-chu. Aşılarınki mesela onu köygəndikən bu sistemə qarşı nəhayət əfsuslanğanlığı
ibret Buni aldı. nuqsanlıq dep ko'ryapman, lekin yana bir tarafdan qarasak, demokratlarniki Xitoyga o'xshaganlik nimalar chiqib bordi. Hamda bu gaplarning qaysi rost, qaysi yolg'on, qaysi shaklda buni tushunimiz hamda buni qarata bir tushuncha beramiz. Elbette Xitoyninki endi e, 2013'ten başlap koygan siyasetinde ichki kısımda devlet xavfsizlik meselesine bahane qilib turib Xitoy xalqiga qartilgan besimlarni kuchaytirib etdi. To'g'ri. Xi Jinping chiqqandan keyin asosan tashqi jihatdan biroz urushqoq, ichki jihatdan qattiq qo'l bostirish siyosetini qo'llanib keldi. Xo'sh. Bu siyasetlar endi Xitoydagi shu Deng Xiaopingdan keyin Hu Jintao, Jiang Zemin davrlarida cho'ng bo'lgan, pul topgan, ancha-muncha dunyoni ko'rib ko'zi ochilgan Xitoylarga nisbatan hamda qabul qilg'usiz bir besimda To'g'ri. Xi Jinpingning Mao Zedong davridagi siyosatlarni qaytadan tirildirib kelishlari hamda bu jarayonda Xitoyda chet elda o'qigan, Xitoyda o'qigan, universitetlarda o'qigan, ijtimoiy taratqular orqali dunyoni tushungan nurg'un yoshlarni bo'libmi o'ttiri burjuaziya, ya'ni davlatning kuchi bilan qaltis beyib ketganlarmi emas, bek namrat hech qo'sqinonga to'ymaganlarmi emas, o'ttiri haldiki az to'la yonchiqqa pul ko'rgan, yonchiqqa pul ko'rgandan keyin o yerlikdagi saqchining, sekretarining, Dadujan, Shodujanning qattiq quruq gaplari xo'sh yoqmaydigan bo'lgan qatlam hamda-chu. To'g'ri. Bu xil o'ttiri burjuaziya qatlamininki qabul qila oladigan saviyasidan eshib ketdi. Bo'libmi bayam sen degan Covid 19 ya'ni Xitoy virusi dunyoga taralgandan keyin maydonga chiqqandan keyin Xi Jinping nol Covid siyosati, ya'ni birmo Covid virusi bilan yuqumlangan kishini qo'ymaslik siyosatini yo'lga qo'ygandan keyin bu Xitoyda inson qilibidan chiqqan bir vaziyat shakllandi-da, kishilarni uylariga mixlab o'tadigan, binolarni mixlab o'tadigan bir virus bayqalgan uy, bir odamda bayqalgandan keyin butun binoni, butun mahallani qamal qiladigan bunday holat ko'rdi. Hatto Urumchidagi o'tapitimi shu. Shu siyosatni buzolmaganlik uchun shu kishilar o'lib ketdi-da, o'tdi kuyib. Hech kim unga mudohala qila olmaydi. Bunday ahvolni ko'rgandan keyin nurg'un Xitoylar haqiqatan cho'chidi. Shunga fursat topganlari chet elga ketishga boshladi. Qarasang 2022 yildan boshlab Amerikaga, Meksikadan qochib kelayotgan Xitoylarning soni bek ko'p. Ya'ni normal pasport olib, viza olib ma'laydigan boyvachchilar yoki amaldorning bolalaridan sirt tuvan qatlamdagi Xitoylarmi shu qor yo'llar bilan bir amallarni qilib Turkiyaga kelib, Yevropaga kelib, u yerdan bir amallarni qilib Meksikaga borib, hatto Turkiyaga kelib mablag' solib, uy olib, Turkiyaning pasportini olib, ondan keyin Meksikaga viza kechirib emasmi? Shu shaklda Meksikaga borib, ondan keyin shu orqali Amerikaga kirgan nurg'un Xitoylar bor. Buningki videolar ijtimoiy tarmoqlarda ko'p taqtildi o'tgan bir 2 yil mobaynida. To'g'ri. Shunga Angliyaga bu Xitoylarning ko'plab kelib panohlik tilaganligini nazardan saqit qilg'ili bo'lmaydi. Ya'ni bu umumiy vaziyat ichida tushunsak bo'ldi. Buningga mushunchalik to'xtalamdik. Endi keyingi bir savol qo'ysak, yaqinda masalan Istanbul tijorat universitetining rektori, ya'ni mudiri Uyg'urda, bu hamda Abdulhamid Avshar. Abdulhamid Avshar efendi. Rektorda shu 10 nima qilib 10 oyga yaqin rektor bo'ldi, ya'ni mudir bo'ldi. Undan keyin shu 3 qitimliq Xitoyninki masalan kelishimi sizlar ko'rishni qilganninki sababidan bu mudirlikdan Xitoy elchisininki mi? yo'q, mening bilishimcha hamda bu Istanbul tijorat universiteti, Istanbul tijorat odasi, ya'ni iqtisodga aloqador bir nimaninki nimasi bilan yordam bilan qurilgan bir maktabchu. Shu bu maktabninki iqtisodga aloqador fanlari nihoyat yaxshi, rivojlangan, yaxshi nima qilgan.
Şuna endi bu İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası bilen hamkorlashib kelgan Xitoylar yoki nima qilganlar bu universitetning boshlig'i bilan universitetniki mudiri bilan ko'rishishga cho'qim amal qildi-chu, ko'rishishni o'ylaydi. Shu hamda mush sabablikmikin, mush sabablikmikin dedim hamda. Chunki bir universitetning mudiri bilan alayda bu hamkorlik o'rnatqili kelmay deb o'ylayman. Qolgani qanday bo'ldi hamda biz ayrim bu odamlar fikrlashmaganligini bilmaymiz. Ammo faqat shu Xitoylar bilan bo'lgan nimaninki ko'rishishlarniki 3 qatimdak rad qilinganligi sababli mushta endi sen turibsan degan shaklda to'xtatib qo'yib turganligini deb angladim. Ben manda Facebook'ta bir muştuna to'g'riliq yot eldagi Uyg'ur mudir shakldagi bir yozmani o'qidim. Shuning bilan buni bilgan bo'ldim. Hamda Ben bu to'g'riliq xabarni nimadan Oda TV'de bir kanaldan okudum. Onun da deyişçe bir yıllık muddeti tuşup diken, ötken yılı Ağustos'ta tayinlenip diken müdürlüğe. Bu yıllık toxtamlı yenilaşını halimaptı İstanbul Ticaret Odası. Asaslık sebep Abdülhamit Avşar efendimninki ictimai taratqulardan Xitoyni tanqidlab yazmalarni yozganligi, Uyg'urlar haqida, Sharq Turkiston haqida uchurlarni ham baharlaganligi, andan keyin Uyg'ur tashkilotlari bilan Uyg'ur tashkilotlari bilan masalan Sharq Turkiston vaqfi deganga o'xshashchu. Shular bilan bo'lgan muomillik uzmaganligi, arada bir qancha qatim ogohlantirilganligi, sizningki bu harakatlaringiz Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizga daxl yetkazadi. Shunga bundan to'xtang desa, unimag'anligi uchun bu kishininki to'xtamini yengillashni tijorat odasi rad qilgan. Shuning bilan bu kishi istifa berishga majbur bo'lgan deyilibdi. Bu xabar to'g'rimi sizcha? Mençe şu özünün nimesinden anladığımca hem de ben sosyal medyasını takip kılmam. Takip kılandıkken o alaydı bir nimege Xitayga nime qilgandek bir şekilde emas. Ama mesela üniversitelikka burun nimeninki mesela Sharq Turkiston vaqfininki boshlig'i bo'lganligi degandek bir turkum arqa ko'rinishlar bor to'g'ri haqiqatan. Ammo alayda to'xtamay shu Xitoyni tanqidlagan bir narsa yo'q. Ammo masalan İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki kültür programı bo'ldi deymi. Shu vaqtda masalan bir nima bor? Bir nimalarga Sharq Turkistonga bo'lgan arzu tilaklaringizni yozing degan vaqtda masalan istiqlol deb yozganda hamda masalan yana bir mudir yordamchisi masalan Sharq Turkistonga mustaqillik degan shaklda yozgan bir narsalar bor hamda tilaklarni yozgan vaqtda. Aslında narsalar bor, shunday nima qilgan, taqatgan degandek ishlar bor. Ammo nima to'g'riliq Sharq Turkistonga narsani taqatgan ishlar bor, ammo alayda vakillik nima bilan qilgandek nima yo'q. İşqilib Oda TV bir 5-10 tal tweetni to'plabdi shunga ait. Hamda bir vatan so'yar birsi deb qarayman. Ben bir ko'rishgan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin aitliği Uyg'urlarga yordam qilganligi, masalan ko'rishibni ait issiq muomalada bo'lganlar, o'zimni ait kichik bir yaxshi odam edi. Hamda buni nima ish qoldiryapti desamda Xitoyninki shu. Chunki İstanbul Ticaret Odası hamda bekaraqa muhim Turkiyaga nisbatan İstanbulga nisbatan muhim organdan birisi bo'lgandan hamda Xitoy bilan asosan to'xtamay nima bo'lib turadi hamda ko'rishmalar bo'lib turadi, ko'rishlar bo'lib turgandan keyin buningga hamda balkim buningga noroziligini bildirgan bo'lishi mumkin yoki buni Uyg'urligini bilib tushirib yetishni o'ylagan bo'lishi mumkin. Har xil sabablar bor hamda buningga nuqulmao deyolmaymiz chunki. Hamda Turkiyada universitet boshlig'ini bevosita prezident tayinlaydi. To'g'ri. Yaqin yillardagi qarorlar, qonunlarga asoslanganda hozir Turkiyada har qanday universitetniki mudirini Cumhur boshlig'i bevosita o'zi tayinlaydi.
Burunqi o'xshash maktab mudiriyati o'z oldiga qolgan tayinlayolmaydi. Bundaq bo'lgan ekan hamda kimningki universitet boshlig'i bo'lishi, kimning bo'lmasligi oxirgi hisobda maktabdagi o'quvchilarninki rayiga qarab emas, balki raislik saroyininki, ya'ni saroyninki rayiga qarab bo'ladi. Shu hamda buni siyosiy bir nimasi bor deyishga bo'ladi menimcha. Balkim yuqori orqa ko'rinishi, balkim saroydan bu kishi bizningki Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizga daxl yetkazadigan, qoldirib o'tinglar degan bo'lishi mumkin. Balkim tijorat odasi tijorat bilan shug'ullanadigan yer bo'lgandan keyin pulda endi Xitoyda pul bor hozir. To'g'ri. Ular o'zi qaror qilib balkim to'xtamni yengilmaymiz, shunga siz tushib keting deb ondan keyin yangi boshqa bir kishini nomzod qilib ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Mayli qaysi jihatdan qaramayli hamda bir Uyg'urninki Sharqiy Turkiston haqidagi andishalarini, orzularini ochiq o'tirib qo'yganligi sababidan muhim bir vazifadan qoldirilishi bu Turkiyada Xitoyninki ta'sirininki haqiqatan kuchayganligini ko'rsatadi. Chunki Xitoyning ta'siri sen bizga o'xshash odatdagi kishilarga ko'rilmaydi. Kelib bizga Xitoy elchixonasi xizmat ishlamaydi yoki bizga bir narsa demaydi. Ana shundoq muhim o'rinlarga kelganda ondan ko'riladi-da bu. To'g'ri. Bu Turkiyada bag'an siri bizningki Sharq Turkiston davosining ojizlayotganligining bir ifodasi. Biz cho'g'lardan shuni anglaydik boshliq kelganda, Turkiyada 2000-yillarda Sharq Turkiston davosi unutilib ketay deb qoldi ekan. Muhammed Emin Doğru Aysa Yusuf alıp tikilli başlagan yol halsırap qaptı ekan, şunu bilen biz kelip qaytadan canlandırdık deb Türkiye'deki şu Sharq Turkiston Ma'rif Cemiyeti ve onunki etrafındaki kurulgan teşkilatlar ve şu çağdaki çoğunlardan kişilerden anlaydıgan hikayemiz şu hem de çok. Doğru. Hem de 2009'larda bu yuqori pallaga chiqdi deb qarasak, Uyg'urlarni Turkiyada qo'llash biraz. Ammo bag'an siri hozir keyinga qarab ketayotganligini ko'ramiz. Oddiy misol, men 2016 chiqqan vaqtda Fatih Jamiininki yanida Sharq Turkistonning bayrog'i esilliqdi yo'lga. To'g'ri. Shundoq. Esingda bormi, sen ko'rganmi? Men ko'rgan o deyman. Esilliqdi. Keyin uni elib etdi. O yo'q hozir. Undan keyin hatto bu chaqlarda AK Parti'ninki yig'inlariga, har qaysi partiyalarning yig'inlariga Sharq Turkiston bayrog'ini elib borsak, qarshi oladi. Bara Erdo'g'anni qo'llaydigan faoliyatligimi mening xo'shim yo'q. Erdo'g'anni qo'llaydigan faoliyatga Sharq Turkistonning bayrog'ini elib berish bilan, ammo qo'llaydiganlar elib borsa, soqchilar tortib olishga boshladi. Shundoq. To'g'ri. Ayttirmanlar Sharq Turkistonning bayrog'ini deb. Shunga bu hamda bu qatim bir Uyg'ur moderninki bu tufayli vazifadan elib o'tilganligi rost bo'lsa, bu Turkiyada bag'antir bizningki strategiyasiz chekinayotganligimizni, Xitoyning strategiyalik ilgarilayotganligini tushuntirdi. Albatta davlatninki umumiy siyosati shu tarafga qarab oqqan bo'lg'achqa, tuvandagilar o'zligidan hamda ko'z qo'qab bo'lsa-mu Xitoy qarshi gap qilgan odamni o'zidan yiroqroq tutishga tirishadi. To'g'ri. Bunga mushunchalik to'xtalandik hamsa. Boshqa gap yo'qki. To'g'ri. Zambiya Nemish vazifasini elutsa deb Erdo'g'an bu ya to'liq olmasa. To'g'ri. Bo'pti, qanday qilamiz? Nima? Yaqinda Zambiya prezidentiniki Sharq Turkiston ziyorati bo'ldi. Bo'lgan jarayonda masalan nimaninki xabarda ko'rishimcha 60 yildan yaqin qo'llayotganligini ta'kidladi-ku, deyman, shunday bir narsa ko'rganda qilgandim.
Buningki. Bu nima? Zambiya Xitoy o'rtasidagi ikki davlat munosabatini deydi. Ha. Ashuna qarata bir tushunchalaringizni nima qilamsiz deb o'tamsiz. Ha, bu Zambiyaningki prezidenti Hakainde Hichilema ismi Ha. eg'iz kelmaydi. Davlat kichik bo'lgandan keyin, jiq anglamagandan keyin. Nimaga Beyjingdagi shu Xitoy Afrika boshliqlar birga kelgan, shu yig'inga kelgan kishi bu yerdan bu bizga vatanga berib 1-sentabr kuni bizning vatandagi Xitoyningki partikum sekretari Ma Xingroy va bizning qo'chaq rais Erkin Tuniyaz bilan ko'rishdi. Men bu ziyoratga biroz diqqat qildim, chunki Beyjingga nurg'un davlatlarningki boshliqlari keldi, ammo bulam kelib Urumchida bular bilan ko'rishibdi. Balkim davomi kelishi mumkin. Boshqa davlat rahbarlarimi kelishi mumkin deb o'yladim. Meningki bakrak diqqatim tortgan narsa hamda yaqinqi yillardan buyon, 1-2 yildan buyon bizningki mushu atalmış Abdunum rayonluq partikumning sekretari bo'lsin yoki raisi bo'lsin, bularningki bir qism davlatlarning boshliqlari bilan bevosita muomala qilishi. Qarasang, O'zbekistonning, Qirg'izistonning bosh ministrlari Urumchiga berib bir qancha qatim ko'rishdi. Ondan keyin Erkin Tuniyaz O'zbekiston, Qirg'izistonlarni ziyorat qilganda bularni prezidentlar kutib oldi bu yerdagichu. To'g'ri. Ya'ni bizningki qo'nchoqlarningki inovati eshib qoldi turiblamchu endi. Tuyuqsiz. Bu qatam ham Zambiyaning prezidenti Urumchiga ko'rib yana shular bilan ko'rishdi. Albatta ko'rish jarayonida aniqlan Ma Xingroy o'ziningki Erkin Tuniyazdan ustun ekanligini ko'rsatdi. Chunki yig'indilar Ma Xingroy hem Abdunum rayonluq partikumga hem Abdunum rayonluq xalq hukumatiga vakolatan so'z qildi. Qoida bo'yicha bo'lsa, Abdunum rayonluq xalq hukumatiga vakolatan Erkin Tuniyaz gap qilish kerak. Rais. To'g'ri. Ammo yana raisni bu shuji boshqardi deganini bildirdi yana. Partiya davlati. Shunga mening diqqatim tortgan qismi bu. Yani davlat boshliqlariningki Xitoyning davlat raisi yoki ministrlari bilan emas, bizning rayonluq hukumatningki boshliqlari bilan bevosita ko'rishishning avib qolganligi. Endi menimcha bu ishlarni Xitoy nima uchun qilyapti desang, mushu birinchidan Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik bo'lyapti degan gap dunyoda taralgandan keyin bular bu rayonni markaziy hukumat bevosita idora qilmaydi. Bu bir avtonom rayon, buni bular o'zi idora qiladi. Shunga bu yerdagi har qanday bir qaror ilinsa rayonluq hukumatga mansub bo'chum. To'g'ri. Bular o'z-o'zini boshqaradi. Shunga markaziy hukumat, ya'ni Xitoy davlati bu yerda Uyg'urlarni bostirayotgan bir ish yo'q, balki o'zining hukumati o'zining muqimligini saqlash uchun bu ishlarni qilyapti degan bir ham mas'uliyatdan qochish, hem bu yerda bir avtonomiya borligini ima qilish deb o'ylayman. Bu birinchisi-chu. To'g'ri. Endi ikkinchisi Amerikaningki ya Yevropaningki tırnak ichidagi Şinjan'a qo'ygan jazolarini olqib o'tish. Yani hozir Amerika Şinjan paxtasi, Şinjanning qaysi neft kimyo mahsulotlari, nurg'un mahsulotlarga jazo beryapti. Bu jazo bu yerdagi Xitoy shirkatlarini og'ir darajada holsirtyapti. Endi Xitoy bo'lsa boshqa davlatlarni bu yerga ziyorat qildirish orqali birinchidan tashqi dunyoga bu yerning uchuq ekanligini, Amerikaning, Yevropaning jazosining jiq ta'sir qilmaydiganligini ko'rsatish. Yana biri bu jazodan qutulish uchun yo'l izlash. Balkim
Bazı mahsulotlarni shularga sotadi, shular olib kirib, andan keyin boshqa davlatlarga sotadi masalanchi. To'g'ri. Diqqat qiling, oldin qatim Amerika Uyg'ur majburiy emlikini oldini olish uchun elib borgan jazoda 5 shirkat bor. Bu 5 shirkatning biri Hong Kongda. Hong Kongdagi bu shirkat Amerikaning jazolash tizimiga kirgan. Nemishqa bizning vatandagi shirkatlar bilan hamkorlashib ish qilgan debchi. To'g'ri. Hozir Rossiyaningki bu xalqaro jazodan qutulish uchun mahsulotlarini boshqa davlatlar orqali sotishga tirishayotganligini bilamiz. To'g'ri. Shunga Xitoymi Sharq Turkistondagi jazoga uchragan shirkatlarning mahsulotlarini boshqa yo'llar bilan sotib bu jazodan qutulishga tirishayotgandek. Endi buning boshlanishlik to'xtalib o'tamliq eng oxirgi bir nima qilib qoldi. Nima? Bugun yana dunyodagi majbur g'oyib bo'lganlar 8-ni 30 deymi, majbur g'oyib bo'lganlarning ziyonkashga uchraganligini aniqlaydi. Bu bir Amerikaningki, nimaninki bayonotmi iliqi. Shunday ko'rdim, aniqlaydi bu yerda Xitoyniki bu yerda Uyg'urlar yana demoqchi bo'lgan sonliq millatlar a'zolarini, advokatlarni, huquq faoliyatchilari va boshqalarni nishon qilganlik bilan yo'qotib o'tganligi, ya'ni Rossiyani, Ukrainadagi qilganlari, Suriyadagi degandek mush shaklda bayon qilib, bizning nimani biroz nima shaklda bayon qilib o'tib ketgan bo'pti. Endi bu buningga qanday qarashimiz kerak? Masalan, yaqinda nim qilganda Beyjingda bir ko'rishim bo'lgan. Endi yana qarasak birdamda yana bir necha shirkatni yana qor tizimiga kirgizibdi. Bu shu oldi keyiniga noyatliqi işte bir shaklda menyotichu Amerika Xitoy munosabati. Buni endi qanday tushunish kerak? Amerika Xitoy munosabati endi shu uzun bo'ldi-ku bunday qilib egizpas holatda davom qilayotgan. Oldin qatim degandek hamda Jack Sullivanning Beijing safari asosida masalani yaxshilash emas, balki kontrollikdan chiqib ketishdan oldini olish uchun deb o'tdi-ku. Ya'ni yomonlashib hamda yaxshilashmasaqmi, yomonlashib hamda urushib ketmayli degan shaklda. Ammo bu qatimki nima 30 avgust xalqaro majburiy yo'qotish qurbonlari kuni. Bu 2010 yılı 21 dekabr BDT tarafından bekitilgen bir gün. Yani her yılı 30 Ağustos 8. ayının 30. günü Xalqaro mecburi yo'qotib o'tish. Xalqaro mecburi yo'qotib o'tishning ziyonkashligiga uchraguvchilarni xotirlaydigan bir kun. To'g'ri. Endi bu kunni nimishqa bugun kun tartibga kirgizdim desang, biz Uyg'urlar hozir dunyoda balki majburiy yo'qotib o'tishning ziyonkashligiga uchragan eng cho'ng millat bo'lishimiz mumkin. Chunki Xitoy hozirgacha milyonlab insonlarni lagerlarga suladi, turmalarga suladi. Ammo tansiz kishilarning izdirki yo'q. Chet eldagi nurg'un kishilar uning tuqqanlar bilan aloqalasholmayotdi. Vatandagi shu vatanning o'zidagi nurg'un kishilar uqmaydi. Oddiy misol shu 5-iyul qatlamida Urumchidagi izdiraksiz yo'qotib o'tilgan minglarcha kishi bor. Shulardan izdiraksiz yo'qotib o'tilgan uning tuqqanlarininki xabarini izdirikini qilayotgan chet elda sanoqli kishi bor. Vatanda bo'lsa sonsiz kishi bor, ammo ovozini chiqarolmayotdi. Şuna bugün biz için muhim. Ama ben gördüm mü? Ben bugün münasebeti bilen Uygur teşkilatlarındaki bire bayanat yoki haberlerini görmedim. Belki iz qo'g'lab ketmagan bo'lg'achqa ko'rmagan bo'lishimiz mumkin. Bir faaliyet uyushtirganliklaridanmi xabarim yo'q. To'g'ri. Aslida bu bizningki eng ching tutadigan, dunyoga ovozimizni yetkazadigan, uning tuqqanlarimizning rasmlarini ko'tarib BDT'ninki oldida yoki
Xitoy elchixonalari oldida namoyish qiladigan bir kun. Bu kunni 2010-yili 21 dekabr BDT umumiy yig'ini bekitgan. Mecburi yo'qotish dal davlat tarmoqlariniki kishilarni tutib yoki qo'lga olib izdirikini xabarini bermasligini ko'rsatdi. Bununla biz Uyg'urlarning ahvoli dal tushdi. Xitoylar tutdi, kechalari tutdi, kunduzi tutdi. Qayerga olib ketdi desa, deb bermaydi, shundaqmi? To'g'ri. Chiqaniga surishti qilib bag'anlarni tutdi. Demek bu mecburi yo'qotishninki xalqaroliq o'lchimiga, BDT degan o'lchimiga biz Uyg'urlarning ahvoli dal tushdi. Masalan, sonsiz kishilar oilasi bilan aloqalanmayotdi, telefon nomerini uzyapti, telefonlarni topyapti. Ularni tutib sulayapti. Bu mecburi yo'qotishga tushdi. Shuning uchun Xitoy bu kunda tanqid qilinishi kerakdi. Xitoy ig'ir darajada ayblanishi kerakdi. Ammo sen degandek Amerikaningki bu vaqtki bayonotidami Xitoydagi osonliq millatlar deb o'tib ketibdi. Ondan boshqa Rossiyaning Ukrainadagi, Suriyadagi masalalarni tilga olish bilan bo'ldi qildi. Ammo biz Uyg'ur tashkilotlari bu kunni texmo kuchli shaklda xotirlashimiz, eslatishimiz kerakdi deb o'ylayman. To'g'ri, hamdaligi har bir chunki bir narsaniki ash kun xotir kun qilgan bo'lsa, shundan qarta xabar ishilindi va bunun qarta davlatlarniki medialar bo'lsin yoki har xil cho'ng qurilishlar bunun qarta nazarini shu ishga qartadi. Chunki shu ishdagi bu ilib berilgan faoliyatlar bunun qarga shu ziyon kuchilganlarning inkasini qanday bo'layotganligi degan. Şuna biz özümüzden simvollik küllerdiler emas, dünyanın simvollik küllerinde faaliyet kılışını mı uygulaşımız gerek. Mesela biz Cumhuriyet Bayramı küllerimizde Barın vakası, 5. yıl vakası diye vakalarda Xitoy elçixonalari oldida namoyish qilamiz odatda. Ama bu küllerin biz için ehemmiyeti bo'lgan bilan dünya için ehemmiyeti yok. Şuna bununla yeterli muhbirlar dikkat kılmaydı, xalqaro organlar dikkat kılmaydı. Ama biz o kunlarda mı qilish bilan birga mana shunday qiliqqa masalan 8 mart ayollar bayrami kunida masalan vatandagi huquqiy dafsanda qilingan lagerlarga sulangan to'y qilish erkinligidan mahrum holatda Xitoylar bilan to'y qilishga majburlangan bu ayollarimizning qizlarimizning huquqini 8 martda masalan izdireksiz yo'qolib ketgan urug' tuqqanlarimizningki rasmlarini ko'tarib chiqib davosini mana shunda 30 avgustda undan boshqa Dünya Kişilik Hukuk Günü var. Nurgun xotirlash, irqiy qirg'inchilik uchraguvchilarni xotirlash kunlari bor. Mushundaq kunlarda qilsak, o chaqda bu dunyoning kun tartibiga udul kelganlik uchun bizningki ovozimiz texmi o'ldirib chiqadi. Chiroyimiz texmi ro'shan ko'rinadi degan gap. Menimcha bu bir nim tashkilotlarimizning yoki xalq ommasining Uyg'ur xalqining bir yetarlisligi, diqqat qilishlik bo'lgan ish deb qarayman. Endi bugungi program bugungi nimimiz mishada oxirlashdi. Hozir mishada 20 necha qatnashimiz izchil ko'rib turyotidi. Bizni sabr bilan anglab berganlar ko'pdan ko'p rahmat. Keyin buni tunishtiringlar, taqib qo'yishinglarni, bunga like besib, yurak besib, ya'ni qo'l belgisini besib qo'yishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Har bir bizning yetersizligimizni deb berishinglar, o'zinglarniki buning qarta tushunchanglar yoki buni anglagandan keyin o'zinglardagi bo'lganlar yoki taraqqiyotlar yoki sizlarga nimalar qanday foydasi bo'ldi degandek har xil inkaslarni yozishinglar bizga bo'lgan bir madad bo'ladi. Buni taqib qo'yishinglar chin qalbimizdan umid qilamiz. Anglab berganlar ko'pdan ko'p rahmat. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet. Boshqa qo'shib qo'ygan gap bormi? Yo'q. Bo'ldi. Allohga emanet.